Ümmet sarxillari. İslam tarixidagi o'chmas analar. Ayol kishi ana bo'lsin yoki bir hemşire bo'lsin, u jamiyatning birinchi yadrosidir. İşlarda agar ishlarda erga yordam berish, bolalarning o'sib yetilishi va tarbiyalanishida roli nihoyat cho'ngdir. Buning eng tipik misoli Xadicha radhiyallohu anha bo'lsa kerak. Ulug'liq uning hamma taraflardan tepiladigan bo'lg'achqa, u nihoyat buyuk bir ayol edi. U o'zining tijorat ishlariga ko'ngil bo'lish bilan birga oilada bir mukammal ayol, bolalar uchun mukammal bir ona edi. Uning har bir qiziga go'zal xislatlarini rast qoldirganligini ko'ra olamiz. U payg'ambar alayhissalomning nimaga yaxshi o'ylanchi bo'lgani? Ko'pincha olimlar islom jamiyatining zich uyushib, islom dunyosi yo'liqqan kuchsiz tarixiy davrlarida tajovuzchilarning ustidan g'olib kelishidagi tub sababni islom aqidasi va islom diniga mahkam eslagan musulmon ayolga bog'laydi. U shundoq bir ayolki, bolasining dunyo o'g'illaridan emas, balki oxirat o'g'illaridan bo'lishini, bolasining islom uchun yaramli odam bo'lishini hammadan ortiq ko'radi. Musulmon ayol bir qo'lida bolasining mushkini tavrasa, yana bir qo'lida bolasining belikini kelgusiga tayyorlaydi-da, bolaning hayoti char paylarnikidek bo'lmaydi. Cho'ng da'vatchilarning ko'pinchisi onalarining yetishtirgan ko'chatlaridir. Biz ayol kishining rolini unutgan va uning parvasiz qilganimizda o'z aqidasiga gumonni nazar bilan qaraydigan, diniy qiyofatdan asar yo'q bir turkum avlodlar maydonga keldi. Ularni bir marra g'arbning havo havaslari o'ziga tortsa, yana bir marra sharq xohishlari o'ziga tortmoqda. Tarixda Sehiy buloq kabi nurg'un ulgulik onalarimiz o'tgan bo'lib, ularning bolalari ular tikkan ko'chatlarning mevasidir. Agar ayollar yuqorida so'zlangandek bo'lsa edi, albatta ayollar erlardan ustun bo'lgan bo'ladi degan kishi nima degan to'g'ri aytgan? Ey islom qizi, mana bu sening rolingdir. Bu yoqqa kel. Shoira Xansa Tumazir. Musulmonlarning qo'shinlari to'planib Qadisiyya jangi tayyorlik ko'rayotgan vaqtda Xansa 4 o'g'lini elib farislar bilan urush qilishga otlangan mujohidlar bilan birga otlangan edi. Xansa o'g'illarini minglagan chedirlarning ichidagi bir chedirga to'plab bundaq vasiyat qildi. Ey bolalarim, sizlar o'z ixtiyorliklaringiz bilan musulmon bo'ldinglar va o'z ixtiyorliklaringiz bilan hijrat qildinglar. Uningdan boshqa hech bir iloh bo'lmagan Alloh bilan qasamki, sizlar bir ayolning bolalaridirsizlar. Men dadanglarga xiyonat qilmadim, tog'anglarni rasvo qilmadim, obro'yinglarni to'kmadim va nasabinglarni bulg'amadim. Sizlar Allohning kofirlarga qarshi turishda musulmonlarga tayyorlagan katta savobini bilasizlar. Bilib qo'yinglarki, boqiy olam fani olamdan yaxshidir. Alloh taolo mundaq deydi: Ey mu'minlar, sabr qilinglar, dushmanlarga ziyodat chidamliq bo'linglar, chegaralaringlarni saqlab jihodga tayyor turinglar, maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ali İmran suresi 200. ayet. Allah xalisa ete salamet tangat qılsanlar, Allah'ın savabını ümit qilib, Allah'ın düşmanlarga qarşı Allah'tan nusrat tilab düşmanlarga etilinglar. Tang yorup, qo'shinlar tizilib, ikki taraf jangga tushgandan keyin Xansa bolalari va urushga qatnashganlarning xabarlarini topshirib olishga boshlaydi. Uningga bolalarining shahid bo'lganligi xabar yetganda, u mundaq deydi: Meni ularning o'limi bilan sharaflantirgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Men Parvardigorimdan meni ular bilan rahmat qarorgohida jam qilishni umid qilaman. İmam Sufyan Sevri'ning onasi. Sufyan Sevri arablarning faqih, muhaddisi va hadis sohasidagi mu'minlarning amiridir. Uning orqasida uning tarbiyalanishiga va nafaqasiga kefil bo'lgan soliha bir onasi bor edi. Sufyan Sevri ana shu onasining mevasidir. Sufyan Sevri mundaq deydi: İlim öğrenişini irat qilgan vaqtimda, ey Rabbim, menga turmush lozim bo'ladi. Men ilmning yo'qolib ketayotganligini his qilyapman. O'zimni ilm o'rganishga atadim dedim va Allohdan yetarli rizq so'radim. Natijada Alloh uningga kifoya bo'lib, onasini uningga hamiya qildi. Onasi uningga: Ey balam, sen ilm o'qiyvergin, men yip egirib seni boqaman deydi. Onasi har zaman o'g'lini ilm o'rganishga qiziqtirib, nasihat qilib turadi. U bir qatim o'g'liga mundaq degan edi: Ey balam, uni erib yazsang o'zingda taqvolik, ig'ir besiqlik va salmoqlikning ziyoda bo'lganligiga qara. Agar uni ko'rolmasang bilginki, u yozganing sana zarar yetkazadi, manfaat qilmaydi. Uning onasi mana shunday bo'lg'achqa, Sufyan ana shunday ketib chiqqan edi. İmam Malik ibn Anasning onasi. Ibn Abu Uvays Malik ibn Anasning onasi to'g'riliq mundaq rivoyat qildi.
Men tağam Malik ibn Anesning mundaq deganligini anglagan edim. Anam kichik vaqtimda kiyimimni kiygizib, sallamni o'rab qo'yatdi va meni Rabi'a ibn Abdurrahmonning qishga yo'lga solib mundaq deydi. "Ey bolam, Rabi'aning ilm so'rinliq borgan. Uning hadisi va fiqhisini o'rganishdan burun, uning adab axloqi va fazilatlarini o'rgangan." İmam Şafii'ning onasi. İmam Şafii'ning dadasi o'lib ketgandan keyin, uning onasi ajr so'ndirib, o'g'li Muhammad ibn Idris Şafii'ni imom qilib yetishtirdi. Onasi uni G'azzadan Makkaga olib boradi. Ondan Şafii Makkada 7 yosh vaqtida Qur'on Karim o'rganadi. Onasi uni arab tilini pishiq o'rganish uchun yezig'a avatadi. Uningdan sirt yana uningga chavandozlik va o'qiya aytishni o'rgatadi. Şafii 100 dona o'q atsa, bir sim xato ketmaydi. Onasi ishlarni sharoitga yo'lab qo'ymay, uni yaramli qilib tarbiyalagan edi. U 15 yoshga kirganda Imom Malik uning fatvo berishga ijozat bergan edi. Bu shuning uchunki, uning onasi aqlli va dinda faqih ayol edi. Tarixchilarning bayon qilishicha, u bir ayol va bir er bilan qozining oldiga guvohlik berish uchun kelgan. Qozi ularning orasini ayirib o'tmoqchi bo'lganda, u "Yo'q, unda qilsangiz bo'lmaydi" deb Allohning buni oyatini tilovat qilgan. Agar ikki er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatli va dinatiga rozi bo'lgan kishilardan bir er, ikki ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Baqara surasi 282-oyat. Shuning bilan qozi uning gapi bo'yicha ish tutgan. Imom Shafiining onasi o'g'lini oldi turg'izib qo'yib, "Ey o'g'lim, rostchil bo'lish haqida menga ahd bergan" deganda, Imom Shafii rostchillikni yashash yo'li va maslak qildiganligiga ahd bergan edi. Imom Shafii o'zining o'sib yetilish to'g'riliq so'zlab mundaq deydi: "Men bir yetim bola bo'lib, onamning tarbiyasida edim. Onamning muallimga bergidek hech narsa yo'q edi. Shuning bilan men ustozimning ig'ri-yeniq ishlarini qilib berganligim va u yo'q vaqtlarda kichik bolalarga qarab, uning ig'rini yenikletib berganligim uchun u mendan rozi bo'lgan edi. Men 7 yosh vaqtimda Qur'onni yodladim. 10 yosh chig'imda Muvattani yodladim. Qur'onni xatm qilgandan keyin masjidga kirdim. Masjidda ulamolar bilan ham suhbat bo'latdim. Hadis yoki har xil masalalarni yodlaytdim. Bizning uy if shilg'isida edi. Mening daftar sotolg'adakmi pulim yo'q edi. Shuning bilan ustixonlarni terib, ustixonga xat yozatdim. Hamda boshqalardan xat yozalik xat cheklarini so'rab, shuning teshiga xat yozatdim. Onamning qishga kelganimda, "Ey ona, men ilm uchun xor bo'lishni va muallimning adab-axloqini o'rganib keldim" deydim. İmam Ahmad ibn Hanbalning onasi. U bo'lsa Safiya binti Maymuna binti Abdulmalik bo'lib, Safiyaning eri Muhammad ibn Hanbal 30 yoshida yoshli o'lib ketgan edi. Shu chaqda Safiya taxi 30 yoshga kirmagan edi. U shundaqdimi yotliq bo'lishga rozi bo'lmay, bolasining hayotini mehr-muhabbat va sadoqat bilan to'ldirishni iroda qildi. Natijada u mu'minlar dunyosiga, dindor olamga ahli sunnatning imomi Imom Ahmad ibn Hanbalni taqdim qildi. Alloh uningga rahmat qilg'ay. Imom Buxoriyning onasi. Imom Buxoriy onasining tarbiyasida yetim oldi cho'ng bo'lgan. Onasi uning eng yaxshi tarbiyachisi edi. Uning doim ko'ngil bo'lib va duo qilib turardi. Shundaqla o'g'lini solih bo'lishga va ilm o'rganishga undaydi. Onasi uni 16 yoshida o'zi bilan birga ilib haj qilish uchun Makkaga safar qildi hamda o'g'lining Makka ahlining tili bilan ilm o'rganish uchun kelgusida ustozini hadis sohasida Buxoriydan ustun kishi yo'q degizgidek darajada hadis ahlining peshvosi bo'lsin uchun uni Makkaga qo'yib ketdi. Shayxul Islom Ahmad ibn Taymiyaning onasi. Alloh bilan qasamki, men seni mushuning uchun tarbiyaladim. Seni islomning va musulmonlarning xizmatiga atib etdim. Sana shariat bo'yicha ta'lim berdim. Ey bolam, menga nisbatan menga yaqin turishingni diningga yaqin turishingdan va har xil shaharlarda islom va musulmonlarga xizmat qilishdan suyumlikmiki deb o'ylab qolma. Ey bolam, sen diningga va musulmonlarga qancha xizmat qilsang, men sendan shuncha rozi bo'laman. Ey bolam, ayta Alloh taolaning oldida men sening mendan yiroq turganliging haqida so'rab hisob olmayman. Chunki men sening qayerda, nima ishlar bilan bo'lganligingni bilaman. Lekin ey Ahmad, agar sen Allohning diniga xizmat qilishga sal qaraydigan bo'lsang, musulmon qarindoshlaringga xizmat qilishga sal qaraydigan bo'lsang, men sendan chuqum Allohning oldida hisob olaman. Bu xat Ibn Taymiya rahmatulloh kishilarga din o'rgatish uchun Misrda turib qolishni muhim deb qarab, onasining qishida bo'lolmay, Misrda turib qolganlikni o'zi aytib, onasiga xat yozganida, onasining uning yozgan javob xatidir. Uning onasi nima degan? Er kishilik yurki bor ayol-a.
Biz qalblari qaraydigan bolsaq, inson qalbining oliyjanob bo'lishi insonga oliyjanoblikni, inson qalbining past bo'lishi insonga pastlikni elib keladiganligini his qilamiz. Balki bu ananing so'zini shu vaqtning yakuni deb o'ylab qolmang. Balki u oliyjanob va pok qalbdan etilib chiqqan so'zlardir. Biz faqat mushu oxir qismini tasavvur qila olamiz. Agar biz bu ananing so'zlarini o'ylab ko'radigan bo'lsak, bir ayol uchun erkaklarcha so'qilgan yurak bilan yaratilib ko'pincha ayollar dotlanadigan ig'irchiliklarga bardoshlik berishdanmi ortiq kamolat yo'q ekanligini ko'ra olamiz. Haqiqat qalbga o'rlashgan chog'da qalbga jur'at, barqarorlik, chidamchanlik va shijoat baxsh etadi. Bu ana haqiqat buloqlaridan sharbat ichib, uningga sunmas iroda, gallashmas aql, tutilmas til, kuchli qalb va o'chmas nur ato qilgandan keyin mushundoq imoni tavranmas fikr davolag'mas bo'lgan bo'lsa kerak. İmam İbn Hajar Asqaloniyning hamshirasi Sitto Rakib. U xat o'qiyalaydigan va yozalaydigan ajoyib aqlli bir qiz edi. Ibn Hajar uni maqtab mundoq degan: "U onamdan keyingi onamdir." Ibn Hajar hamshirasining shayxlari va Makka, Dimashq, Ba'labakka, Misr qatorliq joylardan olgan ijozatlarini tilga olgan va mundoq degan: "U xat yozishni o'rgangan va Qur'ondan xeyli ko'p yodlagan edi. U ko'p kitob o'qiydi. Bu jihatda u to'lim chevar edi. U menga yaxshi ta'sirlarni qoldirgan bo'lib, u mening g'amguzarim va hamrohim edi. Menga ko'p yaxshilik qiladi." Ibn Hajar hamshira so'hbat bo'lgandan keyin uningga atab qasida o'qigan edi. Abdurrahman Nasirning onasi. Müminlərinin əmri Abdurrahman Nasir Andalusqa vali bo'lgan vaqtda Andalus fitneler bilan tavravatqan, qonlar aqıvatqan bir viloyat edi. U vali bo'lib uzun o'tmay Andalusni muqimlikqa erishtirib xotirjam bo'ldi. Ondan keyin o'z qo'shinini boshlab bir urushda bir qo'rg'onni fath qildi. Shuningdan keyin Fransiyaning ichiga ichkirilib kirib, hatto Shveysariyagacha bordi. İtaliya taraflarini o'ziga qo'shdi. Natijada ularning hammasi uning al bo'ldi va uning hayotidan tisarab turadi. Qurtuba amirligining markazi bo'lgandan keyin Abbasiylar xalifasi Qurtuba munbirlarida tilga boshladi. Qurtubaning qonunlari uning nomi bilan yurgizildi. Natijada Qurtuba xalifaligining poytaxtiga aylanib, Yevropaning podshoh va xaqillari Qurtubaga da'vo so'nadigan bo'lgan edi. Shundaqla har millat olim falasiflari Qurtuba institutiga kelib turadigan bo'lgan edi. Mush ishlarning hammasida uning arxivdagi uni tarbiyalagan onasi edi. Abdurrahmanning kichik vaqtida tog'asi dadasini o'ltirayotgan bo'lib, u yetim oldi cho'ng bo'lgan, uning tarbiyasiga onasi mas'ul bo'lgan edi. Sultan Muhammad Fatihning onasi. Sultan Muhammad Fatihning onasi uni kichik chig'ida har bir bomdod vaqtida qo'lidan tutib Konstantinopolning silpillarini ko'rsatdi va unga bundoq aytdi: "Ey Muhammad, sen Allohning payg'ambari aytgandek mushu silpillarni fath qilasan. Sening isming Muhammaddir." Kichik Muhammad: "Ey ana, bu cho'ng shaharni qanday fath qilaman?" deganda, onasi donolik bilan bundoq aytdi: "Qur'on bilan, huquq bilan, qurol bilan, kishilarning muhabbati bilan." Men bu onaning 4 ishini tilga olib qaytirgan dono va qisqagina shu javob oldida ko'p o'ylanib qolaman. Biz barliq tirishchiliklarımizda ko'pincha ma'lum bir tarafga markazlashib olib, qolganlarga sal qaraymiz. Badi'uzzamon Nursining onasi. Yangi zamonda Anatoliyadagi islom islohotchisi deb sifatlangan Badi'uzzamon Nursining bu so'zlari qarang. U onasining o'z bolalarini tahoratsiz emitmaydiganligini tilga olgandan keyin bundoq deydi: "Allah bilan qasamki, hali ham esimda. Men olgan eng pishiq dars bo'lsa, onamning o'gitlari va ma'naviy darslaridir. Bular qalbimning cho'nqur qatlamlariga o'rlashib ketgan bo'lib, men 80 ming odam dars olgan. 80 ming odamdan dars olgan bo'lsam-mo, 80 ga taqab qolgan umr musofasida onamning o'gitlari qon qayonga sig'ib ketgan edi. Men ishonch bilan shuna qaraymanki, qolgan boshqa darslar mushu asos ustida qurilgan." Manba Islam Story To'ri. Tercümede Yulsuz. Ümmet sarxillari. Hajjaj ibn Yusuf Saqafi. Hijriye 41 yildan 95 yilgacha. Ahmad Tamom. Hajjajning nurg'un kishilar bilmaydigan nurliq yuzi. Hajjaj ibn Yusuf Saqafi islom tarixidagi mashhur shaxslar orasida alohida o'rin turadigan shaxslarning biri. Tarix yoki adabiyotga oid kitoblardan Hajjajning tilga olinmaganlarini nihoyat oz uchratasiz. U yetaklash va idora qilishdagi yetuk talanti va o'ziga xos iqtidoriga tayinib, avom orasidan tarix yaratuvchi kishilar qatoriga o'tgan. Hajjajning shon shuhratiga masalda uningga bir qator zulmlar nisbat beriladi. Ko'plagan tarixshunoslar uni zulmning simvoli, zo'ravonlikning ulgisi qilib sifatlaydi.
Шуңа уның исми тилгә аман zulm va mustabidlik degan uqum yondashib keladigan holat shakllanib qolgan. Uning katta xizmatlari bo'lsa, salbiy taraflari va qonxo'rlikni mazmun qilgan rivoyatlar dövsi ko'milib qolgan. Ba'zi tarixiy asarlarda uning hayotiga qat'iy yuz bermagan voqealiklar qo'shib qo'yilib, uni amaliyot va reallikdan to'lim yiroq xiyoliy bir shaxsga aylantirib qo'ygan. Faqat intayin oz sondagi tarixshunoslarla Hajjajga insof bilan muomala qilgan va tegishli qadrini qilgan. Hajjajning hayotining zulmatli tarafi uning simasini xunuklaştırgan bo'lsa, biz uning hayotidagi musulmonlar tarixiga ta'sir ko'rsatgan yana bir nurliq tarafini ichib bermoqchimiz. Bu orqali uning asli qiyofati ko'z oldimizda aynan namoyon bo'ladi. Uning dunyoga kelishi va o'sib yetilishi. Hajjaj ibn Yusuf Saqafi Hijriya 41-yili, milodiy 661-yili Taifda, hozirgi Saudiya Arabistonga tava joyda tug'ilgan. Saqif qabilasiga tava ilm ma'rifatga oil o'sib yetilgan. Dadasi axloq fazilatlik va bilimlik bo'lganning ustiga intayin taqvodor kishi edi. U hayotning ko'p qismini toifliklarning farzandlariga Qur'on Karim o'rgatish bilan o'tkazgan bo'lib, uning badaliga ulardan hech narsa olmaydi. Hajjaj Qur'on Karimni dadasidan yodga olgandan keyin doim degidek Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik, Said ibn Musayyib qatorliq sahoba va tabi'inlarning ilm so'riniga boratdi. Kichik vaqtidan boshlabla dadasining yo'lini tutib, bolalarni o'qitishga boshlagan. Hajjajning Taifda o'sib yetilganligi uning intayin fasohatli so'zlaydigan bo'lib cho'ng bo'lishiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Chunki uning arablarning tili eng fasohatli qabilasi bo'lgan O'zayl qabilasi bilan aloqasi bor edi. Keyin u bir notiqqa aylangan. U vaqtda Abu Amr ibn Ala "Men Hasan Basri va Hajjajdanmi o'ta fasohatli so'zlaydigan birasini uchratib boqmadim" degan. Uning nutqlarimi uning to'lim fasohatli so'zlaydiganligini dalillab beradi. Hajjaj va Abdullah ibn Zubayr. Hajjaj xalifa Abdulmalik ibn Marvanning diqqatini qo'zg'aydi. Chunki xalifa o'zi bilan Abdullah ibn Zubayr o'rtasidagi kurashni oxirlashtirish uchun Hajjajdek keskin, chidamliq, g'ayratlik, ishning uddasini chiqaradigan biriga muhtoj edi. Abdullah ibn Zubayr Muaviya ibn Abu Sufyanning o'g'li Yazid vafot bo'lgandan keyin Hijriya 64-yili, milodiya 683-yili o'zini xalifa deb e'lon qilganda, islom dunyosining ko'p qismi unga bo'ysungan. Faqat Iordaniyalar Marvan ibn Hakamning xalifaligini e'tirof qilgan va Umaviylar tavayid peticha qilib qolgan. Keyin Marvan ibn Hakam Abdullah ibn Zubayrning qo'lidan Misrni qaytarib olgan va boshqa zaminlarni qaytarib olish vazifasini o'g'li Abdulmalikka qoldirib vafot bo'lgan. Abdulmalik Iroqni g'albalik oldi qaytarib olgan. Abdullah ibn Zubayrning qo'lida bo'lsa, oxirida faqat ijozat qilib qolgan. Shuning bilan Abdulmalik Abdullah ibn Zubayrni talto'kis pechit qilish uchun Hajjajning qo'mondonligida qo'shin hozirlagan. Hajjaj Makka mukarramani muosirga elib, Ka'ba bilan qo'g'dinayotgan Abdullah ibn Zubayrning qachish yo'lini butunlay uzib tashlaydi. Abdullah hamrohlarining intayin az bir qismlaridan boshqalarini allaburun uni tashlab, jonlarini elib qochgan edi. Qolib qolgan ozg'in hamrohlari uning hech qancha dalda bo'la olmaydi. Hajjaj muqaddasligi va ulug'ligiga qaramasdan manchaniq bilan hujum qilgan muqaddas shaharmi uni qo'g'dab qola olmaydi. Hujum jarayonida Ka'ba temining qisman joylari o'rilib tushdi. Jang Abdullah ibn Zubayrning shahid bo'lishi bilan oxirlashdi. Uning davlatimi tarix sahnasidan tushdi. Islom ummatlarining birligi birli xalifa Abdulmalik ibn Marvonga bo'ysunish bilan qayta ro'yobga chiqdi. Bu Hijriya 73-yili, milodiya 693-yili edi. Bu zafardan keyin xalifa Hajjajga mukofot sifatida Makka mukarrama, Madina Munawvar, Taif qatorliq joylarni o'z ichiga olgan Hijozning valiylik mansibini berdi. Keyin yana Yaman bilan Yamamani qo'shib berdi. U xalifaning o'ylagan yerdan chiqdi va idora qilish jarayonida o'zining keskin, himmatli ekanligini namoyon qildi. Shuning bilan Hijozning ahvoli kunsir yaxshilandi. U Ka'bani qayta bino qildi. Madina Munawvarda Ibn Salama masjidini soldirdi. Quduqlarni qazib, sipillarni mustahkamlaydi. Hajjaj ibn Yusuf Iroqda. Hajjaj Hijozga vali bo'lib 2 yil bo'lganda xalifaning qarinishi Bishir ibn Marvan vafot bo'ldi. Shuning bilan xalifa Hajjajni Iroqning valiligiga tayinlaydi. Shu vaqtda Iroq to'lim malamonchilik va muqimsizlik ichida bo'lib, vaziyatni muqimlashtira oladigan, aminlikni qayta asliga keltira oladigan kishilarni sukut qo'yib betaraf turishdan o'tirib tushib, jihadga chiqishga safarlar qiladigan biriga to'lim ehtiyojli holatda edi. Kishilarning davlatga bo'lgan noroziligi kuchayib borgan, xavarishlarning qadri kunsiz esiyotgan, valiylar taqobil turishdan ojiz kelgachga ularning shon-shavkati kundan kunga o'sayotgan vaziyatda edi.
Hajjaj xalifaning buyrug'ini topshirib olgandan keyin nihoyatsizla hijriy 75-yili, milodiy 694-yili Kufaga qarab yo'lga chiqadi. U ular bilan bo'lgan tunji uchrashuvda masjidda intayin keskin nutq so'zlab, xalifaning saltanatiga qarshi chiqqanlarni, xavarishlar bilan urush qilishga chiqmay o'tirib olganlarni qattiq ogohlantirdi. Uning bu mashhur nutqi tarix kitoblarining hammasi degidek bayon qilingan. U bu nutqida mundaq degan: Kufa ahli, men pishib üzgidek bo'lib qolgan boshlarni ko'ryapman. U boshlarning egisi mana men. Müminlarning amri o'qtanni oldiga qo'yib, o'qtanlarning sepini tishlab biqib, mening eng achchiq, eng qattiq o'q kelkimni bilib, sizlarga meni atdi. Chunki sizlar ko'pincha qalayimqanchilik chiqarsalar, ozg'inlik tushkiga yatsizlar. Müminlarning amri meni sizlarga sovg'onlarni berishga, sizlarni Muhallab ibn Abu Sufra bilan billa dushmanlarga qarshi jang qilishga buyurdi. Allah bilan qasamki, o'zining nasibasini elib, 3 kundan keyin jangga chiqmagan birasini uchirtib qolsam, kallasini olaman. Hajjaj deganini qilib, jangga chiqmay o'ltirilgan bir kishini qatl qildi. Buni ko'rgan kishilar xavarishlarga qarshi jang qilish uchun qo'mondoni Muhallabning yoniga qarab oldirashga boshladi. Hajjaj Kufadagi vaziyatning muqimlashganligiga ishongandan keyin uning keskin ekanligi haqida xabarlar allburun yetib berib bo'lgan Basraga qarab yo'lga chiqdi. U kishilarga qattiq qo'l va keskin bo'ldi. Ularga jiddiy tusda nutq so'zlab, ularning yuraklarini titratdi va Muhallab bilan birga jangga chiqishdan o'zini qochirganlarni qattiq ogohlantirib mundaq degan: Men ogohlantirman, ondan qarab o'ltirmayman. Hazar ayiltiman, ondan uzr qabul qilmayman. Eskartiman, ondan kechirmayman. Hajjaj Muhallabga qo'shin yig'ib berish bilanla bo'la qilmadi. Balki qo'mondan Muhallabga madad berish, navodi yordamga muhtoj bo'lib qolgandek bo'lsa yordam berishsigida o'zi shaxsan Kufa va Basraliklar bilan birga Rashtaqabozga berib yetib bordi. Biroq o'ylanmagan ish yuz berdi. Hajjaj Iroq askarlarining maoshini 100 dirham to'latmoq bo'lganligini e'lon qilgandan keyin qo'shinning ichki qismi to'polon chiqdi. Qo'zg'olonga Ibn Jarud deyilgan bir kishi yetakchilik qilgan edi. Lekin Hajjaj to'polonni bostirib, Ibn Jarudni agashchilar bilan qo'shib bir yo'lda yo'qotdi. Hajjaj xavarishlarning to'polonini tinchitib bo'lmay turibla, hijriy 81-yili, milodiy 700-yili uda 3 yil davomlashgan qo'zg'olon ko'tarilib, davlatning o'lini xilil ta'virtib, aloq qilayotgan tas qoldi. Qo'zg'olonga Hajjaj davlatning sharqiy bileklarini bo'ysundirish uchun bo'libmi, Sijiston podshohi Zanbilga qarshi urush qilish uchun avatgan qo'shinning qo'mondonlaridan biri bo'lgan Abdurrahmon ibn Ash'as degan kishi boshliq qilgan edi. Ibn Ash'as bir qancha qatimli qalbisidan mag'rurlanib ketib, to'polon ko'targanligini jakarlagan va xalifaga bo'lgan itoatini bekor qilgan edi. U mag'rur, takabbur, cho'ngchi odam bo'lib, topshirilgan vazifani to'liq o'rnashning o'rniga saltanat taxtiga bo'lgan qiziqishi va shuhratparastligining turtkisida Umaviylar davlatiga qarshi isyon ko'targan edi. U Iroqliklarning Hajjajga qarshi isyon ko'tarishga moyilligini his qilgandan keyin texim umidlanadi. Uning da'vatiga olinib qolib, Hajjajga nisbat berilgan faoliyatlar sababli uni o'ltirishni halol sanagan holda cho'ng tabiinlardan bir turkumi uni qo'llaydi. Hajjaj bilan bo'lgan birinchi qatimliq tirkishda g'alba Ibn Ash'asga mansub bo'ladi. Shuning bilan Iroqni jiddiylik qoplaydi. Basra qo'zg'olonchilarning qo'liga tushib ketadi. Ammo Hajjaj o'ngishli holda o'zini o'ngishib oladi. Uningga Dimashqdan yordam keladi. Shuning bilan u Ibn Ash'asga qarshi urushni davomlashtiradi. Ularning orasida intayin dahshatli urush bo'ladi. Natijada jang vazifasi Hajjajga foydali tarafga o'rildi va hijriy 83-yili, milodiy 702-yili Deyr jamada dushmanlarni yer bilan yakson qilib, to'polonni tinchitdi. Islomiy fatihlar. Qutayba ibn Muslimning fatihlari. Hajjaj to'polonlarning qoldiqlarini talto'kis bir taraf qilib, muqimlik va tinch amonlikni qo'lga keltirgandan keyin to'polon va isyonlar sababli to'xtab qolgan islomiy fatih harakatlarini yangi boshdan asliga keltirmoqchi bo'ladi. U Ibn Ash'asning qo'mondonligida avatgan qo'shinning bu vazifani o'rnashini orzu qilgan edi. Bu qo'shin intayin zo'r chiqim bilan qurollantirilgan bo'lib, To'z armiya deb atalgan edi. Biroq Ibn Ash'as orqaga put etib, qo'zg'olon ko'targanligini e'lon qildi va Hajjajni 3 yil bu ish bilan mashg'ul qildi. Hajjaj fatih siyosatini qayta yo'l qo'yib, orqa-marqa askarlarni avatidi. Ularga Qutayba ibn Muslimga o'xshash yaramli kishilarning qo'mondonligi tayinlaydi. Qutaybani Hajjaj hijriy 85-yili, milodiy 704-yili Xorasonga valiylik tayinlab, jihad va fatih harakatlarini davomlashtirishni zikrlagan edi. U zo'r utuqlarni qo'lga keltirib, Baliq, Baykent, Buxoro, Shuman, Kish, Talaqon, Xorazm, Kashan, Farg'ona, Shosh, Toshkent, Mavraun nahrining xotimasiga joylashgan Qashqa qatorliqlar kabi nurg'un podshohliklarni mudofaasi puxta shaharlarni fatih qildi. Bu rayonlarda islom keng tarqalgan va Buxoro, Samarqandga o'xshash ko'p qism shaharlar islom madaniyatining muhim markazlari bo'lib qoldi.
Hajjaj tog'asining o'g'li Muhammad ibn Qasim Saqafiyni Sindni fath qilishga avatidi. Sind hozirgi Hindistonning g'arbiy shimol tarafi, Sindi daryosi o'rtasidan kesib o'tadi. Ko'p qismi hozir Pokistonga tava. U shu chog'da yashi 20dan oshmagan yosh yigit bo'lib, biroq o'zida qo'mondonlikning hamma shartlarini hozirlagan buyuk bir qo'mondon edi. U hijriy 89-yildan 95-yili, milodiy 707-yildan 710-yilgacha bo'lgan 5 yildan oshmagan qisqagan vaqtda Sindni butunlay fath qilib bo'ldi. U Hajjajga Hindistonning Sind bilan Bengal orasida so'zib yotgan eng cho'ng viloyati bo'lgan Fannavjini fath qilishga ijozat so'rab, Hajjaj uning talbiga qo'shilganligini aytib, javob maktub yo'llaydi va uningga "Menga sen o'zing fath qilgan joylarning amirisan" deydi. Hajjaj yana Xorasondagi amiri Qutayba ibn Muslimga maktub aytib, Muhammad ibn Qasim bilan Qutayba ikkinglardan qaysinglar tishiniga burun bo'lasanglar, u shu yerning amiri bo'ladi deydi. Hajjaj qo'mondonlarning yurish liniyalariga astoydil diqqat qiladi. Ularning rasxot va boshqa jihatlarga ehtiyojini vaqti-vaqtida qamlab turadi. Qo'mondonlarga nasihat qilish va yo'l yo'riq berishga qat'iy sal qaramaydi. Shunga mushundoq buyuk natijalarga qo'lga keladi va islom bayrog'i Chin va Hindistonning chegaraylari qadar latillaydi. Hajjajning islohotlari. Hajjaj Iroqning valisi bo'lgan mezgilda intayin zo'r islohotlarni olib boradi. Valiylikning dastlabki mezgillarida u burun islohotlarni yo'lga qo'yishga boshlaydi. Bu islohotlar sayya saqliqni saqlash, ma'muriy jihatni idora qilish, shundoqla ijtimoiy sohaning boshqa nurg'un taraflarigacha chetiladi. U uylarda meyitga ahanga selib yig'ilmaslikqa, lal-mitlarni o'ltirishga, ommaviy sorunlarga cho'ngishga taraf qilmaslikqa, aroq savdosi qilmaslikqa, navoda burun bar bo'lgan bo'lsa darhol to'kilishga amr qiladi. U Iroqqa kelgan chog'da Iroqning daryo istinglarida ko'rik yo'q edi. Shunga u ko'riklarni silishga buyurdi. Basraga yaqin joyda savdogarlar va har xil marosimlarga kelib ketadiganlarni yetarli suv bilan ta'minlash uchun yomg'ir suvlarini yig'ib saqlaydigan bir qancha suv omborlarini yasatdi. Musab Iroq rayonlariga yo'lovchilarni yetarli suv bilan ta'minlash uchun quduqlarni qazishga buyurdi. Uning cho'ng xizmatlarining biri bo'lsa, Kufa bilan Basraning orasiga vosit shaharni bino qilganligidir. U bu shaharga munosib o'rin tanlab bo'lgandan keyin qurilishni hijriy 83-yili, milodiy 702-yil boshlab 3 yilda bitirdi va o'zining hokimiyat markazi qildi. Hajjaj kishilarni vazifaga qo'yishda intayin inchiklaydi va intayin astoydil bo'ladi. Har ishqa o'tishdan chiqalaydigan kishilarni bekitdi. Ularning xizmatlarini yaqindan kuzatib turadi. Ularning kishilardan alohida bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Shunga uning keskin siyosatlari unumini ko'rsatib, ichki jihatda muqim bo'lgan, o'g'il qaroqchilar yo'qolgan vaziyat qo'lga kelgan. Tarix Hajjajning divanlarini ratlash, pul islohoti, o'lchamlarni qiliblashtirish, irq o'stan va kanallarni qizish orqali taraqqiyot ahvolini yaxshilash, bo'z o'zlashtirish, dehqonlarga ko'ngil bo'lish va ularga qarz berish, ularning taraqqiyot ishlarini davomlashtirish uchun yer ag'darishga ketarlik hayvonlarni to'liqlab berish qatorliq ishlarni qilganligini so'zlaydi. Qur'on Karim bosmasining tovush belgilari va boshqa belgi alomatlarini isloh qilish. Hajjajning eng katta xizmatlarining biri uning Qur'on Karim harflarining belgilariga va kalimalarning grammatikalik o'zgarishiga doir belgi alomatlarini qo'yish orqali aniqsizliklarni tugishga ahamiyat berganligidir. Bu xizmat mushu tufayli qisman xatolashlar xalal avjiga olib qo'yganlik sababli ilib berilgan. Nasr ibn Asim bu buyuk vazifani ustiga olgan. Uningga yana Qur'on Karimni parlarga bo'lish, Qur'on Karimning yerimi 3dan biri, 4dan biri, 5dan biriga yetib kelganligini ko'rsatib bergan belgilarni ijod qilganlik qatorliq ishlarga nisbat berildi. U kishilarni bir xil qiroatni, ya'ni Osmon ibn Affon radhiyallohu anhuning qiroatini asos qilib, boshqa xil qiroatlarni qo'yib turish taraf qildi. Qur'on Karimning birlikka kelgan bosmasini ko'paytib, boshqa shahar va rayonlarga o'rgatib berdi. Hajjaj Saqafiy tarix sahiflarida burunqi va hozirgi tarixshunoslar Hajjajning ijobiy va salbiy nuqtadan zodi qanday shaxs ekanligi, uning yurgizgan siyosatining to'g'ri xatoligi haqida har xil qarashlarda bo'lib keldi. Uningga fitna fasod va ansizlik to'lgan shu davrni davlatga qarshi chiqqanlarning o'z qarashliklarini ifodalashda qurilishga murojaat qilganlik qatorliqlarni tadqiq qilmay turib, baho berish ma'lum g'araz yo'shinan bir taraflilik bo'lib, odillik, samimiylik va betaraflikdan xoli natijaga elib boradi. Uning keskinligi va davlatga qarshi chiqqanlarni qatl qilishda chekidan oshgan uslublarni qo'llanganligini hech kim inkor qilmaydi. Mana bu nurg'un tarixshunoslarning uni ayblashga tutqusidir. Biroq bu siyosat fitna fasod va ansizlikning o'si bo'lgan bu rayonni tinchlantirish va muqim qilishdan iborat uningdan burunqi valiylar o'rnayolmagan ishni vujudga chiqargan. Ibn Kasir Hajjajga haqqoniy pozitsiya tutishga kishigan burunqi tarixshunoslarning oldin qatorida turib bundoq degan: Biz Hajjajning qilganligi aniq bo'lgan ishlardan garniga arta oladigan eng cho'ng ish bo'lsa qon to'kishdir. Alloh uning so'rqini qilishga yetarlikdir. Hajjaj
Jihad va fatih ishlariga intayin erisman edi. Uningda ahli Qur'onga intayin mo'l ata ihsanlarni beradigan saxiylik bor edi. Qur'on Karimga intayin ko'p kuch chiqaratdi. Vafot bo'lganda faqat 300 dirhamdan boshqa hech narsa qoldirmagan. Men Hajjaj haqida yangidan tarix tadqiqotlarini olib bordim. Ba'zilari ilmiy muhokamalar bo'lib, Hajjajga nisbatan haqqoniy maydonda turishga, uning intayin ko'p tarixiy rivoyatlarni dövüsü besib olgan haqiqiy hayotini o'tirg'a olib chiqishga urindim. Hajjaj Hijriya 95-yili Ramazon oyining 21 kuni, milodiya 714-yili 6-oyning 9 kuni Vas shahrida vafot bo'lgan. Foydalangan manbalar: 1. At-Tabari Muhammad ibn Jarir, Tarixi Rasul vel Muluk, Tahqiq Muhammad Abul Fadl İbrahim. 2. İbn Halkan, Vefatul A'yan, Tahqiq İhsan Abbas. 3. İhsan Sirqil Amda, Al-Hajjaj ibn Yusuf el-Saqafi. 4. Abdülvahid Zunun Taha, Al-Iraq fi Ahdil Hajjaj ibn Yusuf Saqafi. 5. Ali Husni Al-Kharbuti, Tarih al-Iraq fi Zilal Hukm al-Umavi. Manba Islam Story Tory, tercümde bilimyar. Ümmet sarxillari. İslami fetihning qahramoni Qutayba ibn Muslim. Hijriya 48-yildan 96-yilgacha. Qo'mondan Qutayba ibn Muslim Bahiliga islomiy fetihlaridagi qo'lga keltirgan va uni islom dunyosi bo'lgan Sharqning fatihiga aylantirgan hayron qolarliq muvaffaqiyatlarni ko'z tutib, hurmat yusidan uning nurg'un sharaf nomlarining berilganligi mubolag'a emasdir. U haqiqatan fetihlar bilan chingacha borgan. Şu fetihler nurg'un xalqlarning islom dinining ulug'ligining fatihlardagi va ularning qo'mondonlaridagi jonliq obrazini ko'rib, Allohning diniga kirishga sabab bo'lgan. Mujohidlarning atamanidan fatihlarning zabardast palvoniga bo'lgan sharafli nomlar orqa-marqadan ana shu musulmon qo'mondonga berilgan. Ba'zilar Andalusning fatihi Tariq ibn Ziyodga G'arbning Qutaybasi deb nom bergilik darajada Qutayba ibn Muslimning ismi musulmon fatihlarning vakili xarakterlik nomiga aylangan. Qutaybaning naqadar buyukligiga shu nomlardan ortiq so'z bo'lmas. Shuning uchun islom ummatining o'zi uchirgan har qanday to'siqlarni besib o'tishga qodir ekanligini isbotlaydigan parlaq tarixiy borliqni ta'kidlagidek qisqacha ko'rinishlarni musulmonlarning ushbu ulug' fatihning hayotidan ko'rish uchun, uning hayotini yoritib berish uchun bizning ustimizga haqqiga aylangan. Jihad safarining boshlanishi. Bu ulug' fatih Hijriya 48-yili, ba'zi qarashlarda Hijriya 46-yili tug'ilgan. U o'sib yetilgan mezgillar islom davlatida cho'ng siyosiy davolg'ish yuz bergan mezgillar edi. Uning dadasi Muslim ibn Amir islom tarixidagi ana shu qolayimqon mezgilda Abdullah ibn Zubayr Iroqqa vali qilib tayinlagan Musab ibn Zubayrning sabdoshlarining biri edi. Uning jihad safarining boshlanishi bosh qo'mondan Muhallab ibn Abu Sufra Qutayba ibn Muslimni eng yaxshi jangchilarning biri tanlab, uni shu chog'dagi Iroqning valisi Hajjaj ibn Yusuf Saqafiyning qishiga avatgan vaqtga to'g'ri keladi. Shuning bilan Hajjaj uning ba'zi vazifalarni topshirib, uni ko'p qatim sinab ko'rgan. Bu sinoqlar keyincha Muhallab ibn Abu Sufraning Qutaybaning mahorati va ishki pishqoqlik to'g'risidagi qarishining to'g'riliqini isbotlagan. Ondan Xalifa Abdulmalik ibn Marvan uni Ray viloyatiga vali qilgan bo'lib, Rayd u qavs fidokorliklarni ko'rsatgan. Hijriya 86-yili Hajjaj uni Xorason rayoniga vali qilgan bo'lib, shuningdan tortib u Fatih osmonda parvoz qilgan. Fatih harakatida Xorason viloyatining asosiy nuqta bo'lishining sababi bu viloyat texnik muqim emas edi va musulmonlarning kontrolligiga to'liq o'tmagan edi. Shunga fatih qilinib bo'lgan rayonlarni bexatar qilish va fatihni mukammallashtirish uchun Xorason ko'p tirishchilikka ehtiyojli edi. Qutaybaning fatih harakatlariga qo'mondonlik qilishiga turtki bo'lgan aloyliklarning biri uning ishchi-pishqonligi va do'stlar aro bo'lsin yoki dushmanlar aro bo'lsin, kishilarning xarakterini pishiq bilganligidir. Atrofdagilar uningga Xorasonda to'polon yuz berganligini aytib, to'polonni tinchitish ishini Qutaybaning qo'shinidagi 2-numurli kishi bo'lgan qo'mondan Vaki ibn Aswadga topshirish to'g'riliq maslahat berganda, Qutayba rad qilib mundoq degan: Vakida dushmanlarning kuchini bo'sh chaqlab qoladigan bir xil mag'rurlik bor. Bundaq ahvolda u tasoddifiy o'zini dushmanlarga tutqizib qo'yishi mumkin. Bu ish Qutaybaning o'z odamlarini tanlashda intayin tajribali ekanligini ko'rsatadi.
U o'zining muavinini urush qilib pishgan islomiy fatihlarda cho'ng rol o'ynagan Bani Tamim qabilasidan tanlagan bo'lsa-mu, muavinini to'polonni tinchitish vazifasiga qo'yishga uninmagan. Mana bu uning kishilarning qadr-qimmatini bilgandek, kishilarning kuch-iqtidorini bildiganligini uqtirdi. Uningdan sirat Qutayba Tandar yoki Tanzar ismli bir jasus qurgan qiltaqdan qutulib qolgan. Qutayba Buxoroga tava Baykent deb atalgan bir shaharni muasirga olganda, heliq jasus Qutaybaning qo'l xizmatchi edi. U jasusni shu yerliklar sotib olgan bo'lib, u Hajjaj ibn Yusuf Qutaybani shahardan muasirni bo'shashga va Iroqqa qaytishga undish uchun vazifasini qoldiribdi deb Qutaybaga vahim solishga urinadi. Lekin musulmon qo'mondon Qutayba siyosiy sahada pishqanlik uchun uning yolg'onchiligini bayqab qoladi va shaharni davomli qurishaverdi. Xoinni o'ltirishga buyurdi hamda shaharni tuzib fatih qiladi. Natijada mazkur shahar musulmonlarning Chin chegarasiga qarab otlanishlardan bo'lgan ko'p pul mol elib keladi. Chunki bu shahar iqtisodiy tugun bo'lib, savdogarlar shahri deb ataladi. U yana jangchilarga qanday yordam berish va har bir vazifaga o'tishdan chiqadigan jangchini qanday tanlash qatorliqlarini obdan biladi. Jangchilarni texnik ko'p fatihlarga siljitish, ularning g'urbatchilik yurti va bola-chaqalardan ayirish qatorliq amallarini pasaytish uchun Hajjaj ibn Yusufdan g'animatlarni mujohid jangchilarga tarqatib berishni iltimos qiladi. Hajjajmi qo'shiladi. Buning qo'shinining ma'naviy ro'yini ko'tarishga chong ta'sir bo'ladi. Bu uslubni Buxoroni fatih qilishda qo'llangan edi. Biz yana bir qatim Baykent taxtida to'xtalamiz. Chunki mazkur shaharning hukmronlari shahardagi bir daryo yaqinida joylashgan lagerga barliq qo'shinlarini to'plagan edi. Shuning bilan bu lager shahardagi eng mustahkam bir nuqtaga aylangan edi. U lagerga bosib kirganlik shaharni fatih qilganlik bo'ladi. Lekin bu vazifani o'rinlash ko'p kishilarning nazarida mumkin emas edi. Qutayba bo'lsa shu shaharni fatih qilish va shu mustahkam lagerga bosib kirish uchun urushda qobiliyatli Bani Tamim qabilasini tanladi va ular orasida kim bir kafirning beshini elib kelsa 100 dinarga erishdi deb e'lon qildi. Shuningdek Ibn Asamning rivoyatiga asoslangan vakimi o'limni xohlaganlar men bilan maqson, o'limni yomon ko'rganlar joyida turib qolsin degan mashhur jakarnamasi bilan o'zining Bani Tamim qabilasini jihatga chaqirgan edi. Natijada bu chaqiriqlarning Hijriya 87-yili mazkur shaharning yiqilishiga, ondan butun Buxoroning fatih bo'lishiga ta'sir bo'lgan edi. Turklar va Chin. Qutayba ibn Muslim Bahiliyning fatihlari Amu va Sar daryolar orqasidagi ellarda, ya'ni Mavara an-Nahr ellarida musulmonlarning o'rin turoqlashgan qadar davomlashdi. U fatih qilgan yurt va shaharlar Talaqan, Chag'aniyan, Shuman, Kaftan, Samarqand qatorliqlardir. Uning zo'r fatihlari Chin podshohini o'z mamlakatidan ansirgidek darajada yetgan bo'lib, Chin podshohi ulug' Fatih Qutaybani musulmonlarning ichiga so'qim kirganlikka qasmini yenish undash uchun uning so'g'isini o'tgan hamda Qutaybaning o'z qasmiga vafo qilgan bo'lishi uchun dastashga bir taxsa Chin tuproqni o'tgan edi. Biroq buyuk qo'mondon qasmida yanmay shu rayonlarda urush qilishni davomlashtirgan. U Farg'ona, hozirgi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning oraliqdagi keng so'zilgan bir rayon. Butun Chinni islom etishga otlanish uchun plan tuzgandi. Lekin Umayyad xalifasi Valid ibn Abdulmalikning vafot tepishi va uningga Sulaymon ibn Abdulmalikning varisi qilish orqasida shu mezgillarda yuz bergan siyosiy o'zgarishlar Qutaybani Xorasonning valiylik mansibidan va qo'shinning qo'mondonligidan olib o'tgan edi. Shuningdek keyin u Chin mamlakatining g'arbiy chegarasida inoqlik qilib desak, hozirgi Chinning territoriyasiga tava Sharqiy Turkistonning Qashqar rayonida to'xtab qolgan. Shu joylarda Qutayba ibn Muslim qo'mondonlik qilgan fatihlardan kelib chiqqan ijobiy natijalardan biri turklarning islom diniga kirishi bo'lgan. Musulmonlar Paris mamlakatini bo'ysundirib, to'rt xalifaning davrida Parislar Allohning diniga kirgandan keyin turklar shu ulug' fatihning qo'lida islomga kirgan. Marg'ab daryosi turklar bilan Parislar o'rtasini ayirib turgan chegara edi. Qutayba o'zining fatihlari bilan uningdan vaqt o'tgandan keyin turklar islomga kirgan. Turklarning islomga kirishi musulmonlar tarixida nurg'unlagan zo'r fatihlarning ro'yobga chiqishiga sabab bo'lgan. Shu fatihlarning eng gavliklaridan Osmoniylarning Yevropada Avstriyagacha berib, Yevropa qit'asining g'oyasir qismini kontrol qilganligi, shuning bilan birga G'aznaviylarga o'xshash Osmoniylarga qondosh turklarning Hindistonni va O'rta Osiyodagi nurg'un joylarni fatih qilganlik qatorliqlar. Oxirgi jihad safari. Shu mezgillarda arab qabilalari orasida yuz bergan ichki urushlar sababli Qutayba Umayyadlarning yangi xalifasi Sulaymon ibn Abdulmalikka qarshi isyon ko'targan degandek apqochli gaplar bor bo'lsa-mu, lekin uning isyon ko'tarilmaganligiga ishorat qilgan so'zlar bor.
Uning xalifaga asi bo'lganligi haqidagi eqib yurgan xabarlar Qutayba ibn Muslimning Hijriya 96-yili, milodiy 715-yili Sulaymon ibn Abdulmalik va qo'shinlarining qo'lida o'ltirilishiga elib borgan shu fitnalarning bir qismi edi. Qutaybaning o'limi hatto uning dushmanlarigacha bo'lgan hamma kishini g'azablantirgan o'lim bo'lgan edi. Biri shundoq degan: "Ey arab jamoati, sizlar Qutaybani o'ltirib etdinglar. Agarda u bizdan bo'lib, bizning aramizda o'lgan bo'lsa, biz uni ta'vuz qilib, urush qilganda uni vosita qilib dushmanimizga qarshi yordam kelishni tilagan bo'lardik." Bu Fatihning o'z maydonida mustahkam turgan qaltis sarguzashtlar bor bo'lib, Qutayba shu sarguzashtlardagi buyuk obrazi bilan musulmon emas, nurg'unlagan kishilarning Allohning diniga kirishga turtki bo'lgan o'z iymoniga tayangan edi. Shuningdek, ko'lami kichik bo'lgan taqdirdami, har bir urush uchun vaqt uzrab ketsa-mu, ishga oshirishga tegishli muayyan planlarni tuzishda bosh qo'mondoni Muhallab ibn Abu Sufradimi alohida o'rin ega qilgan, kam uchraydigan aqliyatiga va botirligiga tayangan edi. Masalan, uning Baykent shahrining muhosiraga elishi to'liq 2 oy almashgan bo'lsa-mu, umidsizlanmay urush qilib, Allohning izni bilan g'alaba qilgan. Qutayba hech bir nom, obro'y va nasabga parvo qilib ketmagan. U haqiqatan Bahila qabilasiga tava edi. U qabila jahiliyat arablarning orasida nasab jihatda eng to'ng qabilalardan bo'lsa-mu, u g'ayratga kelib olg'a ilgilgan edi. Oxirgi hisobda ichki nizolarni hal qilish yo'lida qatl qilinib hurmatga erishdi. Lekin uning hech bir fatih erishilmagan yuqori nom-atoqlarga erishganligi uningga yetarlidir. Shundaqla bir butun turk irqining uning qo'lida islomga kirganligi uning ulug'ligiga kifoyadir. Manba Islam Story To'ri. Tarjimada Qaraxoni. Ümmet sarxillari. İbadetgo'y qo'mondan Musa ibn Nusayr. Hijriya 19-yildan 97-yilgacha. Alloh bilan qasamki, agar ular mening gapimga kirgan bo'lsaydi, men ularni Rumga boshlab borgan bo'lardim. Alloh nasib qilsa, u yer mening qo'lim bilan fatih bo'lgan bo'lardi. Qo'mondan Musa ibn Nusayr. Men namuvafiq yo'l tutmagan o'qitish programmalari haqida adil maydonda turish uchun shuni aytib o'tishim kerakki, to'liqsizning 7-yillik chog'imda tarix kitoblarida ko'p kishilar tunib ketmaydigan bu qo'mondanning nom-sharifini o'qigan edim. Shu vaqtda u kitobning qo'mondan Musa ibn Nusayr Andalusni tezroq fatih qilishga oldin kuch chiqarganlik uchun g'albidan keyin to'pining o'ziga tava bo'lish tamassadi bosh qo'mondan Tariq ibn Ziyoddan qizg'andi degan bema'ni gaplarning alohida diqqatini tortganligi ilmi esimda. Bundan ilgari va mush kitob betlarida necha rat so'raydigan savolimni shu vaqtida yana so'ragan edim. Bizning tarixlarimiz kimning manfaati uchun burmalinyotidi? Nima uchun qahramonlarimiz xuddi butparastlardek, qoida jinoyatchilardek tasvirlanadi? Amniyatda buning javobi nihoyat oddiy edi. Bunda qilgan rivoyatlarni tarqatgan kishilar u qahramonlarimizni salbiy obrazda ko'rsatish fikrak sizni zararlashni maqsad qiladi. Chunki ular ummatning tarixini burmalash, qahramonlarimizning ish izlariga yolg'on shubalarni aralashtirish orqali birarimizni bo'lsa-mu o'zlarining suiqasdi bilan salbiy obrazda ko'ringan shu qahramonlarni o'chkirdigan qilib ta'laydiganligiga ko'z yetgan. Amniyatda biz tariximizga qo'nib olgan chang to'zalarni surtib qaraydigan bo'lsak, tariximizning dunyodagi eng yorqin va eng shonliq tarix ekanligini his qilamiz. Shu chog'da yoshlarimiz uchun bir-biridan esil namunalar namoyon bo'ladi-da, shu qahramonlarimiz qo'llangan g'alaba va nusrat sabablarini ularmi to'liq o'rgangan bo'lsa, shuncha ojizlashib ketgan bo'lsakmi, hamon g'alib qilar edik. Musa ibn Nusayrning ish izlarini Bidoya va Nihoya degan kitobga o'xshash sog'lom manbalardan o'qigan har bir o'qirman ajoyib bir qahramonni ko'z oldiga keltiradi. U bir butun Shimoliy Afrikaning valisi bo'lgan edi. U Amazigh, yana bir atilishi Berberiylar bo'lib Marokash yashagan. Qabilalarning nechirat islomni yenib olganligi haqida qayta mulohaza yurgizib, oxir uning asosiy sababining Amazig'larning arab tili bilan nozil bo'lgan islom qonun nizomlarini yaxshi o'zlashtirilmaganligi ekanligini tepib chiqib, Sham va Yaman qatorli shaharlardan tabiin ulamolarni keltirgan. Tabiinlar Amazig'lardan arab tilini bildiganlarga islom o'rgatgan. Ondan ular o'z farzandlariga ona tilda islomni o'rgatgan. Shuning bilan kishilar asta-asta dinni tushunishga boshlagan. Amirlik vazifasi butun Shimoliy Afrikada Musa ibn Nusayrning qo'liga markazlashganda, Yevropada islomni keng tarqatish va Yevropa xalqini qul qilib kelgan Rum hokimiyatidan ularni ozod qilishning fursati rasmiy pishib yetilgan edi. Lekin musulmonlarning qo'lida taxicha dengiz floti yo'q bo'lg'achqa, bu yerda cho'ng bir qiyinchilik bor edi. Shunga qo'mondan Musa ibn Nusayr kiyimsizlik ishlar uchun Qayravan yurtini qo'yib chiqdi. Shu chog'da musulmonlar g'albining tayyorligini to'liq amalashtirib, shalliq qalbini qo'lga keltirdi. Bir kuni Tanja amiri
Tariq ibn Ziyodga Marokashning Sibta shahridan maxfiy bir parcha xat keldi. Bu shahar Yulian ismli xristian bir podshohning hukmronligida bo'lib, uning Florinda ismli to'lim go'zal bir malikasi bor edi. Podshoh bu qizni Ispaniya sarayiga bilimiga uchun avatdi. Malikini Loderik ismli yana bir podshoh to'silib bulab ketdi. Malika dadasiga beshiga kelgan go'batlarni shikoyat qilib bir parcha xat yozdi. Podshoh Tariq ibn Ziyodga agar Loderikni yo'qotib bersa, uningga Sibta shahrining hukmronligini o'tib berdiganligi, Andalusni islom diyoriga aylantirishda zarur bo'layotgan Andalusni islom diyoriga aylantirishda zarur bo'layotgan kiyimlarni aratga yurib turganligi ham Andalus tog'laridagi maxfiy yo'llarni aytib berdiganligi, buning qarshisida musulmonlar agar podshoh g'aytasha egdarchilik qilib kelayotgan yerlarni fath qilsa, u yerlarni o'ziga berishi qatorliq takliflarni sundi. Demak, Tariq ibn Ziyod Andalusni fath qilishda dengizga solgan kiyimlar aslida musulmonlarning mulki bo'lmasdan podshoh Yulianga mansub bo'lib, Tariq ibn Ziyodning urushdan keyin uni podshoh qaytarib berish zarur edi. Bu Tariq ibn Ziyod dengizdan o'tib bo'lgandan keyin kiyimlarni ko'ydirayotgan degan rivoyatlarning asossiz ekanligini isbotlaydi. Tariq ibn Ziyod Barbat vadisi urushida zafar quchgandan keyin qo'mondon Musa ibn Nusayr Alloh yo'lida jihad qilish uchun Andalusga oldirdi. Halbuki uning yoshi shu vaqt 80 ga yaqinlab qolgan edi. O'g'li Abdulaziz ibn Nusayr Portugaliyani ozod qildi. Dadasi Musa ibn Nusayr kelsak, u uningdan Iroq yerga yurish qilishni o'ylab yuribdi. Yeshi cho'ngib qolganligiga qaramay tarixchilar eng qiyin deb baho bergan planlarni amalga oshirishni o'ylab yuribdi. Bu plan buyuk xalifa Osman ibn Affon radhiyallohu anhu nihoyat arzu qilgan ish bo'lib, u dal Rumning poytaxti Konstantinopolning fath qilinish plani edi. 80 yoshga kirib qolgan bu boy Ispaniya va Portugaliyani fath qilib bo'lgandan keyin Umaviylar xalifasi Valid ibn Abdulmalikdan Konstantinopolni ozod qilishning oldida Fransiya, Italiya, Sloveniya, Kroatiya, Avstriya, Serbiya, Bulgariya, andın Yunanni fath qilish haqida ijozat so'radi. Mana bu shayxning oliy himmatiga qarang, lekin Umaviylar xalifasi bu fikr musulmonlarni xatarga uloqtirishi mumkin deb qarab rad qildi. Konstantinopolni bo'lsa keyin boshqa musulmonlar fath qildi. Musa ibn Nusayr payg'ambar alayhissalom hadislarda bishorat bergan shu fatih bo'lishni bek marzu qildi. U mundoq degan: "Men 40ning qarisini olganimdan boshlab 80 ga borgacha musulmonlar men bilan mag'lub bo'lib boqmadi. Birlashma qo'shinma meni parchalab olmadi. Har qancha to'q alamlarmi meni chekindirolmadi." Manba Jihad Turbanining Mi'atun min uzma ummatil Islam g'ayru majlis tarix nomli kitobi. Tarjimada Farloq. Ümmet sarxillari 4 imom. Imom Abu Hanifa Nu'man, Imom Malik ibn Anas, Imom Shafi'i, Imom Ahmad ibn Hanbal. Men to'g'rimi qiladigan ham xatolashmi qiladigan bir insonman. Ko'z qarashlarimni qaranglar. Kitob va sunnatga uyg'un kelganlarini elinglar. Uyg'un kelmaganlarini tark etinglar. Imom Malik ibn Anas. Ba'zi kishilar islom dini itoatga o'rin yo'q qatmal bir din, islom dinida aqlning o'rni yo'q deb, islom dinini zamondan zamonga, makondan makonga o'zgarib turadigan madaniyat o'zgarishiga moslashmaydi deb qarashidi. Shunda qaraydigan kishilar yuzlanishi zarur bo'lgan haqiqat shuki, ular islom tarixini yaxshi tadqiq qilmagandir. Agar ular islom tarixini, islom dini va islom tarixini bulg'ashni maqsad qilgan tarix tajovuzchilaridan yiroq qoldi tadqiq qilgan bo'lsa edi, albatta islom dinining Alloh taolo o'z hikmati bilan har bir zamon va har bir makonga munosib keladigan qilib bekitgan ulug' bir din ekanligini, islom tarixining fiqhiy sohasidagi xilma-xil ijtihodlar bilan to'shqanligini bilgan bo'ladi. Balki payg'ambarimizning va sahobalarning tarjima holini o'qigan bo'lsa, sahobalar o'rtasidagi fiqhiy ijtihodlarning payg'ambar alayhissalomning zamonida bor ekanligini bilalaydi. İslam dini boshqa dinlarga o'xshash kahillik dini emas. Xristianlarning katolik mazhabidagidek muqaddas ruh tajalli bo'ladigan gunohsiz papa islom mavjud emas. Shialarning 12 imom mazhabidagidek buyruqlarga qarg'ularcha ergashish va itoat qilish vojib bo'lgan faqih islom otliq bir narsani islom tanimaydi. Shundaqla jamiya va madaxila yaqin zamonda Saudiyada paydo bo'lgan ozg'un bir firqa. Firqasiga o'xshash gunoh ma'siyatni itoat qilish vojib bo'lgan ishbishi va hukmdor uqumining islomda hech o'rni yo'qdir. Kommunistlarga o'xshash xalq manfaatini o'zimni bilaman deb kishilarni diktatorlik bo'yicha boshqaradigan yetakchi rahbar islomda yo'q. Shaxslarni muqaddaslashtirib,
ularni xatolaşmaydigan ma'sumlar dasti ko'tarish hukmi va islom dinida mavjud emas. Albatta, Allohning payg'ambari buningdan mustasno bo'lib, uni Alloh taolo 7 qat osmonning ustidan gunohlardan saqlagan va har bir cho'ng-kichik ishlarda uningga itoat qilishni farz qilgan. Chunki u zotga itoat qilish Allohga itoat qilganlikdir. Ammo janobi payg'ambarimizdan boshqa har qanday bir musulmon ma'sum emasdir. Hatto sahobalarmi Hatta sahabelerimiz şanı şevkisinin ulug'ligi, hurmatining yuqurligi bilan gunohdan xoli emasdir. Imom Malik ibn Anas payg'ambar alayhissalomning qabrisini ko'rsatib turib, bekmi to'g'ri aytgan edi. Mushu qabrning egasidan boshqa har qanday bir kishining gapi qabul qilinadi va rad qilinadi. Yaqin zaman Imom Malik ibn Anas tarixda 4 imom deb atalishga bilingan 4 shaxsning biri. Ular bo'lsa Imom Abu Hanifa Nu'man, Imom Malik ibn Anas, Imom Shafi'i, Imom Ahmad ibn Hanbal qatorliqlardir. Bu to'rtaydan musulmonlarning fiqh sohasidagi 4 imom bo'lib, bir-biriga yaqin bo'lgan zamonda yashagan. Har biri islom fiqhisida itoat qilgan va fiqh prinsiplarida birlik kelgan bo'lib, ba'zi tarmoq masalalarda o'xshamagan qarashlarda bo'lgan. Mana shu o'xshash bo'lmagan tarmoq masalalar 4 fiqh mazhabni shakllantirgan. Bu 4 mazhab bo'lsa, o'zlariga yetgan dalillarga va shu dalillarga bo'lgan tushunchaga asosan ba'zi tarmoq masalalarni bayon qilishga uringan 4 xil yo'nalishdan iboratdir. Islom tarixida bu 4 imomdan boshqa nurg'ulg'an o'zi xos fiqh yo'nalishlari bo'lgan ulamolar o'tgan. Lekin 4 imomning shogirdlarining ularning fiqhisining zaminning sharq va g'arblariga tarqatish orqali Alloh taolo bu 4 imomning fiqhisining musulmonlar orasida eng mashhur bo'lishini xohlagan ekan. Halbuki ba'zi fiqh yo'nalishlari ustozlardan olgan ilmni tarqatgan tirishchan shogirdlarning bo'lmasligi sababli shuhrat qozonmagan edi. Bu 4 mazhabning kelib chiqishi nurg'un sabablarga bog'liq bo'lib, ularning ichidagi asosiy sabab bo'lsa, islom davlati doirasining kengayishi va ulamolarning yangi masalalarga yo'liqishidan iboratdir. Shu sababli kitob va sunnat aniq so'zlanmagan masalalar to'g'risida ma'lum prinsiplar bo'yicha itoat qilish zarur bo'lgan edi. Oddiyroq qilib aytganda, faqihning Rasululloh so'zlagan ba'zi hadislardan xabar topmaganligidir. Mujtahid ulamolarning ko'z qarashlarining yangi muhitning ta'siriga uchrashi, shu shaharlardagi urf-odat, an'ana va kishilik munosabatlarning o'xshamasligiga asosan o'xshash bo'lmasligi tabiiy ish edi. 4 imomning mazhablariga o'xshash xilma-xil mazhablarning mavjud bo'lishiga asosiy sabab bo'lsa, mujtahidlarning ko'z qarashlarining tafakkur yo'llarining hosil qilgan ilmlarining o'xshamasligi bilan bir masaladagi qarashlarning har xil bo'lishidir. Bu 4 imom to'g'ri tartib bo'yicha Imom Abu Hanifa Nu'man rahimahulloh. To'liq ismi Nu'man ibn Sabit ibn Nu'man ibn Zuta ibn Mahiddir. Kuchli qarashda u zot Paris naslidandir. Hijriya 80-yili Kufa tug'ilib, Hijriya 150-yili Bag'dodda vafot bo'lgan. Abu Hanifa fiqh ilmida kamolatga yetib, Iroqda mashhur bo'lgan. Ulug' sahoba Abdullah ibn Mas'uddan Qur'on va hadisda dalil kelgan joylarda o'z qarshi bo'yicha itoat qilishni ta'lim olgan Iroq olimlariga o'xshash u zotmi itoat qilishga moyil bo'lgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni Kufa ahliga muallim qilib avatgan bo'lib, Iroqda Madina turishlik bo'lgan nurg'un masalalarni bayqagan. Shuning bilan aql bilan itoat qilish zarur bo'lgan. Imom Abu Hanifaning shogirdlari uning mazhabi Iroq, Turkiston, Hindiston, Afg'oniston, Turkiya, Misr qatorliq nurg'ulg'an islomlarga tarqatgan. Imom Malik ibn Anas rahimahulloh. U zot hijrat yurtining imomidir. To'liq ismi Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir Asbahi Himyari madanidir. Hijriya 93-yili Madinada tug'ilgan va 189-yili vafot topgan. Madinada o'sib yetilgan va Madinada ilm olgan. Uzluksiz ilm elib va hadis to'plab, oxirida Hijaz olimlarining eng kattasiga aylangan. Uning ilmi xalq orasida masalaga aylanib, Madinada Malik bor bo'ladigan fatvo berilmaydi deyilgan. Ya'ni u bir yerda boshlangan fatvoga salohiyat to'shmaydi. Abbosiylar xalifasi Abu Ja'far Mansur haj qilganda Imom Malik bilan ko'rishib, Rasulullohning hadislari va fiqh masalalar to'plangan bir kitob tuzish taklifini bergan. Shuning bilan Imom Malik fiqh va hadis to'g'risida Muvatta degan kitobni tuzgan.
Mana bu kitob fiqhiy bablarning tartibi bo'yicha tuzilib, bizga to'liq yetib kelgan tunji hadis kitobi bo'lib, Imom Malik shu orqali islom tarixidagi tunji hadis kitobi tuzgan olim bo'lib qolgan. Shundaqla hayotligining har xil diniy, madaniy va ilmiy taraflaridagi islomiy kitoblardan iborat uzoq va gullangan bir tarixning bayroqlari bo'lgan. Uning bu kitobi Xalifa Harun Rashidning yoqtirishiga erishgan bo'lib, bu kitobni o'z davlati tavaqqiga bog'liq musulmonlarga zarur bo'lgan. Rioya qilishi vojib bo'lgan kitob qilishni qaror qilgan. Lekin Imom Malik uning bundan qilmaslikni nasihat qilib, bundoq qilmagan, Alloh taolo ularga chanitib bergan ishni sentralashtirmagan degan. Imom Malik amalga oid narsalarda Madina ahlining amallarini dalil manbalarining biri sifatida ko'rib, o'zining mazhab prinsiplaridan biri qilish bilan alohida farqlangan. Buningga ularning bu amallarni Rasulullohdan bevosita qabul qilganliklarini dalil qiladi. Chunki Madina Rasululloh va ilgari sahobalarning davrida islom poytaxti bo'lgan edi. Imom Malikning mazhabi Madina, Misr, Afrika, Mag'rib, Andalus, Sudan qatorliq ellarga tarqalgan. Imom Shafi'i rahimahulloh. To'liq ismi Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Shafi Qurayshiydir. Nasabi Rasululloh bilan Rasulullohning buvisi Abdumanafda uchrashidir. Falastinning G'azza shahrida Hijriyaning 150-yili Imom Abu Hanifa vafot bo'lgan yili tug'ilgan va 204-yili Misrda vafot bo'lgan. Imom Shafi'i Qur'on Karimni Makkada yodlagan hamda til va she'riyat o'rgangan bo'lib, fasohatli shoir edi. Kichikda adabiyot fanlarini, Qur'on, fiqh va hadis bilimlarini o'rgangan, aqlliqligi, yodlash quvvatining kuchligi, tushunish iqtidorining tezligi bilan tanilgan. Imom Shafi'i 20 yoshga to'shganda Iroqqa safar qilgan va Imom Abu Hanifaning shogirdlaridan ilm olgan. Shuning bilan u hadis ahlining usuli bilan ijtihod ahlining usulini o'zida olgan. Uning mazhabi ilgirki mazhablarning xulosasi va oldingi ikki mazhabning orasidagi o'ttiral yo'l bo'lgan edi. Imom Shafi'i Bag'dodga safar qilib, u yerda bir mezgil turgan. Ondan keyin Makkaga qaytib kelib, o'z mazhabini tarqatishga boshlagan. Oxirida Misrga kelgan hamda u yerda boshqa yerga o'xshamaydigan urf-odat va tuzumlarni ko'rgandan keyin Iroqdagi itoatlarga o'xshamaydigan ba'zi yangi itoatlarni o'tirib qo'ygan. Shafi'i mazhabi Misr, Sharqiy Afrika, Sham va Mag'ribning nurg'ulg'an joylariga keng tarqalgan. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh. To'liq ismi Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Shaybani Uzaylidir. Nurg'ulg'an tarixchilar uni o'z zamonasining oqqarg'uchisi deb qaragan. Ummat olimlari uni bizga yetib kelgan bu dinni qo'dashda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'xshatgan. Mutazilalar tarqatgan Qur'on yaratıluvchidir degan fitnaning oldida xuddi mustahkam tog'dek terilmay turgan. Alloh taolo o'z dinini xuddi Rasulullohning vafotidan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan saqlagandek Ahmad ibn Hanbal bilan saqlab qolgan. Imom Ahmad ibn Hanbal Hijriya 164-yili Bag'dodda tug'ilgan bo'lib, 241-yili Bag'dodda vafot topgan. Dastlabda Bag'dodda ilm tahsil qilgan. Ondan keyin ilm o'rganish uchun Sham, Hijoz va Yamanga safar qilgan. Imom Shafi'i Bag'dodda kichig'ida Imom Shafi'ning qo'shida turgan va uningdan ilm olgan. Imom Shafi'i o'z u to'g'risida mundoq degan: Bag'doddan ayrildim. Malbuki orqamda Ibn Hanbaldan bekrak taqvodor, zohid va ilmli birisi qolmadi. Imom Ahmaddan nurg'un ulamolar ilm olgan bo'lib, ulardan Imom Buxoriy va Imom Muslimlarim bor. Bu zot nurg'un kitoblarni yozgan bo'lib, ularning qatorida 750 mingdan ko'proq hadis shidan tanlab yozgan Musnad degan kitob bor. U zotning vazifa Qur'on yoki hadisdan bo'lgan har qanday bir dalilni tashlab qo'ymaslik bilan gavdalandi. Hanbali mazhabi Arab yarim orlig'i, Sham, Misr va Iroq allarining bir qism joylariga tarqalgan. Imom Ahmad Imom Shafi'i to'g'risida mundoq degan: Shafi'i dunyo uchun quyosh, insonlar uchun shifo kabi edi. Imom Shafi'i Imom Malik to'g'risida mundoq degan: Hadisga kelganda Malik ko'kdagi chulpondir. Imom Ahmad ibn Hanbal Imom Shafi'i to'g'risida mundoq degan: Men 40 yildan buyon har bir namozimda Shafi'i uchun duo qildim. Imom Shafi'i Imom Abu Hanifa to'g'risida mundoq degan: Barliq kishilar fiqhida Abu Hanifaga muhtojdir. Imom Ahmad Imom Malik to'g'risida mundoq degan: Malik ilm peshvalaridan bo'lgan bir peshvadir. U hadis va fiqh imomidir. Malikdek bir kishi ish izlariga aql va adab bilan ergishishga tegishli. Imom Shafi'i Imom Ahmad to'g'risida mundoq degan: Bag'doddan chiqdim. Albuki orqamda Ahmaddan ilmlik,
faqih va taqvodor bir kishi qolmadi. Yana mundoq degan: "Men Ahmaddin aqlliq birisini ko'rmadim. Bu dinning go'zalligiga qaranglar. Bu to'rt katta imomning o'tirisida o'xshamagan ko'z qarashlar bo'lsa-mu, lekin ularning orasida qarindoshlik va muhabbat ro'yi mavjud edi. Ular bu orqali o'xshamagan qarashdagi kishilarning o'zaro inoq qilishning eng go'zal ulgusini yaratgan. Siz buni misol tariqasida xristianlarning o'zaro bir-biri qilishganlariga solishtirib boqing. Ular o'zaro mazhab ixtiloflari natijasida ba'zini o'ldirishgan. Rum katolik xristianlari qadimki Misrda qibitiy xristianlarni qaynab turgan yoqqa tashlagan. Sobiq Yugoslaviyadagi ortodoks xristianlari katolik xristianlarini qatl qilgan. Katolik xristianlari Ispaniyadagi taftish mahkamalarining zulmatga rost o'ylarida protestant xristianlarini azoblagan va vahshiylarcha o'ldirgan. Protestant xristianlar bo'lsa Irlandiyadagi katolik xristianlarini azgan. Ortodokslar katolik askarlarining Konstantinopoldan musulmonlar bilan urushga atlanish uchun ularga shaharning eshiklarini ochib bergan chog'da katoliklar ortodoks qizlarni bulg'an. Halbuki musulmonlar bo'lsa bu to'rt mazhabni ayni bir maktabda, ayni bir universitetda o'qitib kelmoqda. Faqat bular emas, balki xilma-xil toifalarga bo'linib ketgan Yahudi va xristianlar islom davlatining qo'ynida to'liq omonlik va xotirjamlik ichida yashagan. Halbuki Yevropaning xristian podshohlari bo'lsa xalqlarni o'zi ergashgan mazhabga ergashib qistaydi. Kimki buning qarshi chiqsa, uning oqibati o'lim yoki surgun bo'ladi. Mana bu bizga nima uchun Angliya xalqining protestant, Ispaniya xalqining butunlay katolik, Yunon xalqining bo'lsa ortodoks ekanligini tushuntirib berdi. Chunki mushu davlatlarning podshohlari o'z xalqlarini ular uchun tanlagan mazhabga ergashishga majburlagan. Bizga islom ne'matini bergan Allohga shukr bo'lsinki, islom dini dunyoga o'xshamagan fikrdagi kishilar bilan tinch birga yashash san'atini o'rgatgan ulug' bir dindir. Manba Jihat Turbanining Mi'atun min uzma va ummatul islom g'ayru majrid tarix nomli kitobi. Tarjimada Nuruddin. Ummat sharhlari. İki dünya islizadisi Nafisa xonim. Hijriya 145-yildan 208-yilgacha. Menal el-Maghribi. Abid ve zahid, Allah'a itaatmen ve duası icabetlik qatırqınıp ibadet qılğanlıqıdan Allah nurgun kerametler bilen hürmetligen bir ayol var ki, o Kahire'deki meşhur çoğun kabrigahının sahibi Peygamber aleyhisselamның evlatlarından Hasan ibn Zeyd ibn Hasan ibn Ali'nin kızı Nafisa hanımdır. İmam Zahabi o vakti mındaktaydı. O abid ve salih ayollardan idi. Mısırlıq nadan kişilərinin o to'liq şiilikni o'ziga olgan tasvirligisiz noto'g'ri e'tiqodlari bor bo'lib, ular uningga sajda qilib, uningdan mag'firat tilaydi. Ana shular Shia Ismoiliya da'vatchilarining suiqasdlaridandir. Tug'ilishi va o'sib yetilishi. U Hijriya 145-yili 3-oyning 11-kuni chorshanba Makka mukarramada tug'ilgan. 5 yoshgacha Makka turib, keyin dadasi va onasi bilan Madina munavvaraga ko'chib ketgan. Qur'on Karimni 8 yoshida yodlab turgan. O Medine'de Peygamber mescidiga berip gelip, mescid ölümaları ve şeyhlerden köplep ilim öğrengenlikten toy qilish hech etmay turibla ilim nafisasi, yani ilim güzeli deb nom olgan. U 30 qatimdan ko'proq gaz qilgan bo'lib, ko'pincha ajlarga piyoda borgan. Toy qilishi. Nafisa xonim Hijriya 161-yili Rajab oyida Ja'far Sodiq radhiyallohu anhuning o'g'li Ishaq Mu'taman bilan to'y qildi. U ikkalarining to'ylishi bilan Hasan Husayn Nuri birlashdi va Nafisa xonim ikki dunyo islizodasi bo'lib qoldi. Chunki Nafisa xonimning buvisi Imom Hasan, Ishaqning buvisi bo'lsa Imom Husayn radhiyallohu anhuma edi. U Ishaqqa Qosim va Kulsum ismli bir qiz va bir o'g'il farzand tug'ib berdi. Yo'ldoshi Ishaq o'zining solihligi bilan mashhur edi. Zohidligi. U ko'pincha vaqtini ulug' buvisi Muhammad alayhissalomning haramida o'tkazdi. U davomli oxiratni ko'z oldida tutdi. Hatto u dafn qilingan qabrisini o'z qo'li bilan ko'rgan bo'lib, ko'pincha uning ichiga tushib namoz o'qiydi va u yerda qattiq yig'lab turib 190 qatim Qur'on o'qigan edi. Uning qarindoshi Yahyoning Zaynab ismli bir qizi bo'lib, maxsus ammasi Nafisaning xizmatini qiladi. U mundaq deydi: "Men ammam Nafisa xonimga 40 yil xizmat qildim. Uning kech uxlaganligini, ikki Eid va tashrih kunlaridan boshqa kunlarda ro'zsiz qolganligini ko'rmadim. Uningga o'zingizga ish og'ritmamsiz desam, u oldimda faqat nijot topquchlarla besib o'tadigan davolar tursa, qandoqmi o'zing ish og'irtay degan edi."
Hammam Qur'onni o'qib tafsir qiladi va yig'lab turib Qur'on o'qiydi. Nafisa xonim Misrda. Nafisa xonim Qoiraga Imom Shafiiy kelishdan 5 yil burun, ya'ni Hijriya 193-yili Ramazon oyining 26-kuni shanba kelgan bo'lib, uni Misr xalqi takbir va tahlil bilan qarshi olgan edi. Ular uning yoniga kelib, uningdan ilm o'rgatishni talab qilishga boshlagan. Shuning bilan uning vaqti zich bo'lib ketganlikdan odatlangan ibodatlarga vaqt ajrata olmagan edi. Shuning bilan u kishilarning oldiga chiqib, "Men yeninglarda turib qolishni qaror qilgan edim, biroq men ojiz ayolman. Atrofimda kishilar ko'payib, meni ibodat vazifalarimdan va oxirat oziq-tuligimdan to'plashni mashg'ul qilib qo'ydi. Holbuki Mustafa bobomning bag'risiga bo'lgan sig'inishim kuchayib ketdi", dedi. Shuning bilan kishilar uning so'zini ansirab, uning ko'chib ketishiga yo'l qo'ymadi. Necha minglagan kishilar, balki butun shahar xalqi chiqib, uning o'zlari orasida turib qolishi, o'zlarini ayirmaslik uchun yo'ldoshining oldida turib oldi. Hatto shahar valisi Sari ibn Akam ibn Yusufmu aralashib, uningga keng bir o'yin hadiya qildi. Ondan haftada 2 kunlik kishilar ilm nasihat talab qilib, uni ziyorat qilgan, haftaning qolgan kunlarida butun vujudi bilan ibodat berilgan kun qilib bekitib berdi. Shuning bilan ilm go'zali Nafisa xonim Misr xalqining talabini qabul qilib, roziligi bilan ular orasida turib qoldi. Amirlar orasidagi martabasi. Rivoyat qilinishicha, amirlardan birining qo'l ostidagi lashkarlar puxtalardan bir kishini jazolash uchun tutib, uni yo'lda elib o'tib, Nafisa xonimning uyining yonida o'tib qoladi. Shuning bilan u kishi Nafisa xonimdan omonlik tilab vaqiraydi. Natijada Nafisa xonim "Alloh sendan zolimlarning ko'zlarini to'sig'ay" deb uning qutulishi uchun duo qiladi. Lashkarlar u kishini amirning oldiga elib kelgandan keyin amirga u Nafisa xonimning yonidan o'tib, uningdan omonlik tilab duo qilib talab qildi. Shuning bilan xonim uning qutulishi uchun duo qilib qo'ydi, deydi. Natijada amir: "Ey Parvardigorim, bu kishiga mening zulmim yetib qolganmidi? Men sana tavba qilaman, sendan mag'firat tilayman" deb u kishini qo'yitdi. Ondan mol-mulkini yig'ib, bir qismini faqir miskinlarga sadaqa qilib o'tdi. Nafisa xonim inqilob xonimidir. Tarixshunos Ahmad ibn Yusuf Qaramani o'zining tarix kitobida Nafisa xonimni bunday sifatlaydi: Kishilar uningdan Tulun o'g'lining zulmidan panohlik so'raganda, u Tulun o'g'liga qarshi kishilarning qo'zg'oloniga rahbarlik qilgan. Tulun o'g'li qo'shonining o'tadiganligini bilib, bir parcha xat yozib, uni oldiga chiqqan. Tulun o'g'li Nafisa xonimni ko'rib, etidan tushgan. Ondan Nafisa xonim o'zi yozgan xat unga bergan. Xatda sizlar hukmron bo'lib asir oldinglar, qudratli bo'lib bostirdinglar, g'o'jdor bo'lib buzuqchilik qildinglar, ochliqlarga ega bo'lib besib oldinglar. Sizlarmi bilasizlar, sahar o'qlari sahar qilgan mazlumlarning duosi ko'rsatdi. Bo'libmi sizlar og'ritgan qalblar, och qo'ygan jigarlar va yalang'och qo'ygan badallardan etilgan o'qlar cho'qim dil joyiga tegmay qolmaydi. Mazlumning o'lib, zolimning hayot qilishi mumkin emas. Xohlaganlarni qilinglar, biz Allohga shikoyat qilamiz. Pat yaqinda zolimlar oqibatining qanday bo'lganligini bilib qoladi, deb yozilgan edi. Qaramani Tulun o'g'lining u xatni o'qigandan keyin shu vaqtda qaytib ketganligini aytdi. Imom Shafiyning vasiyati. Imom Shafiy Alloh undan rozi bo'lsin, Misrga yetib kelganda Nafisa xonim bilan quyuq munosabat bog'laydi. Imom Shafiy uni Fustat masjidga dars o'qishga mengish va uyiga qaytish yo'lida yo'qlab turadi. Ramazon oyida uning masjidida uning tarovih namoz o'qib beradi. Uning yoniga borganda undan duo talab qiladi. Imom Shafiy o'ziga Nafisa xonimning janozasini o'qib qo'yishni vasiyat qilgan bo'lib, Hijriya 204-yili u vafot bo'lgan vaqtda uning janozasi Nafisa xonimning uyining yonida o'tganda, Nafisa xonim uning vasiyatini ijro qilib, uningga janoza namozi o'qib qo'ygan. Vafoti. Nafisa xonim Hijriya 208-yili Rajab oyida og'rib qolib, kasal borgansa og'irlashgan. Ramazon bo'lganda kasal eng yuqori chekka yetib, uni mindirlay olmas qilib qo'ygan. Kishilar uningga doktor keltirgan. Doktor uni iftor qilishga buyurganda, u "Ajiba 30 yildan beri Allohdan uning ro'zlar altında uchrashishini talab yurib, endi bo'lganda iftor qilib o'tamanmi? Bu mumkin emas" degan. Ondan u Sura An'amni butun vujudi bilan o'qishga boshlagan. Alloh taolaning Parvardigorining yanida ularga darussalam, ya'ni jannat bor. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Alloh ularga madadkordir degan so'z kelganda, o'shidan ketgan. Jiyan qizi Zaynab mundoq deydi: "Shuning bilan men uni bag'rimga bosdim. Shahodat kalimasini aytgan holda ruhiy osmondagi yaratquchining dargohiga o'rlab ketgan edi." Misr ahli uningga yig'lab, uning o'limi uchun qattiq qayg'urgan. Yo'ldoshi uni buvisining, ya'ni payg'ambar alayhisolamning yeniga Baqiy qabristonligiga o'tkazib kelishni niyat qilgan. Lekin Misr ahli uning janozasiga eslanib, yo'ldoshidan Nafisa xonimni o'zlarining yonida dafn qilishni talab qilganda, u rad qilgan. Lekin tushida Rasulullohning Nafisani vafot bo'lgan yerga qo'yishni buyurganligini ko'rgandan keyin
Uni Misrda o'zi bir qo'lliq bo'lgan qabrisiga dafn qilgan. U dafn qilingan kun kishilar nihoyat ko'p yig'ilgan kun bo'lgan edi. Alloh taolo pok va sharaflik, ilm güzeli, ikki dunyo islizodasi bo'lgan Nafisa xonimdan rozi bo'lsin. Ey Alloh, bizni uning bilan ne'matlar jannatlarda payg'ambarlar, sidiqlar, shehidlar va solihlar bilan birga qilgin. Ana shular nima degan yaxshimroq, barliq güzel maqtashlar butun olimlarning parvardigori Allohga xosdir. Manba Aluka Tori va Da'vatchi Allah munbir jurnali. Tarjimada Ummu İbrahim. Ümmet sırxillari. Toluniylar devletinin qurg'uvchisi Tolun o'g'li Ahmad. Hijriya 214-yildan 270-yilgacha. Hech kim Türk mamlukilar qullarining biri bo'lgan bu kishining Abbasiylar xalifaligidan mustaqil hokimiyat suradigan bir davlat qurishini o'ylab boqmagan edi. Tarix Tolun o'g'li Ahmadning nomini Misr, Sham va Hijozda qurilgan Toluniylar davlatining qurg'uvchisi deb xotirladi. Tolun o'g'li Ahmad aslida bir turk lashkari bo'lib, dadasi Buxoro shohining Abbasiylar xalifasi Ma'munga so'qilgan qullardan biri edi. Tolun o'g'li Ahmad dastlabda Misrga Abbasiylar xalifasining valisi bo'lib kelgan, ammo u keyin hokimiyatni o'z oldiga mustaqil so'ragan va hokimiyatini Shamga kengaytgan. Toluniylar davlati Abbasiylarning 2-asrida turklarning kuchayishi deb atalgan dastlabki mezgilda maydonga kelgan davlatlarning biridir. Bu davlat bo'lsa Abbasiylar markaziy hukumatidan mustaqil holda yerlikda o'z oldiga hokimiyat so'ragan tunji davlat hisoblanadi. Toluniylar davlati Hijriya 254-yildan 292-yilgacha, milodiya 868-yildan 905-yilgacha hukm surgan. Tug'ilishi va o'sib yetilishi. Tolun o'g'li Ahmad Türk mamluklar qullarining biri bo'lib, Hijriya 214-yili, milodiya 829-yili tug'ilgan. U diniy tarbiyada cho'ng bo'lgan bo'lib, turklarning shariatga xilof ishlarini ayblaydi. U dastlabki siyosiy va lashkariy hayotini Tarsus chegarasida o'tkazgan. Dastlabdan tartiblar xalifalikdagi turklar orasida hurmat sazovor bo'lgan. Otasi Hijriya 230-yili, milodiya 845-yili vafot bo'lgandan keyin xalifa Mutavakkil uningga dadasining ishlarini topshirgan. Shundaqla u xalifa Musta'inning ishonchiga erishgan. Uning otasi vafot bo'lgandan keyin onasi xalifa Mu'taz Hijriya 254-yili, milodiya 868-yili Misrga vali qilib tayinlangan Amir Baykabekka yotliq bo'lgan. Amir Baykabek uni Misrni o'ziga vakolatdan boshqarish uchun avatgan, ammo uningga namoz boshlashdan boshqa huquq berilmagan va fustatlar buyurib berilgan edi. Abbasiylar valisi bo'lish. Vaziyat Tolun o'g'li Ahmadga Misrda ulun chang'isiq yordam bergan. Baykabek Hijriya 256-yili, milodiya 870-yili o'ldirilgan va uning o'rniga Yarjuh Misr valiligiga tayinlangan. Tolun o'g'li Ahmadning Yarjuh bilan munosabati yaqin ham qo'dibaji edi. Yarjuh uni o'z o'rnida qoldirish bilan birga butun Misrni boshqarish huquqini bergan. Faqatla g'alla paraq huquqi uning kishanisi Ahmad ibn Mudabbir ismli bir yomon atqibar odam edi. Tolun o'g'li Ahmad xalifa Muhtadin ibn Mudabbirni huquqdan elib o'tib, o'rniga o'zini qo'yishni talab qilgan. Xalifa uning talabiga ma'qul bo'lgan. Shundaqla Sham vaziyatida davolash kelgan vaqtda uningga Sham chegaralarining amirligini bergan. Yarjuh Hijriya 259-yili, milodiya 870-yili vafot bo'lganda Tolun o'g'li Ahmad bevosita xalifalik tarafidan Misrning qonunli valisi qilib tayinlangan. Shuning bilan u butkul huquqni o'z qo'liga olgan. Iskandariya va Barqa shaharlari uningga bo'ysungan. Butkul yurtlarning amirlari uningga itoat qilgan. Tolun o'g'li Ahmad davridagi to'polonlar. Alayvilar to'polonlari. 1. Baga Asg'ar to'poloni. Bu to'polonlarning tunjisi Baga Asg'ar to'poloni edi. Baga Asg'arning asli ismi Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah Taba bo'lib, Hijriya 255-yili, milodiya 869-yilda Agash kuchlari bilan Iroqdan ayrilib, Iskandariya bilan Barqa orasidagi Kananis degan joyga o'rlashgan. Keyin u qo'shinni boshlab ustunki Misrga bostirib kelgan. Tolun o'g'li Ahmad uningga qarshi Ibn Husayn qo'mondonligida qo'shin yaratgan. Ular to'polonchilarni mag'lub qilgan va Baga Asg'arning kallasini Fustatga elib kelgan. Ibn Sofi Alaviy to'poloni. Uning asli ismi Ibrohim ibn Muhammad ibn Yahya bo'lib, Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning naslidan edi.
U Hicriye 253 yılı, miladiye 867 yılı üstünkü Mısır'ı topulan götürdü ve 255 yılı, miladiye 868 yılı Zülhicce ile İsnani egelledi. U İsnani bulab dolap nurgun ahalini qatl qildi. Onun xalqi zo'raygandan keyin Tulun o'g'li Ahmad uningga qarshi Azad qo'mondonligida qo'shin avatdi. Lekin Ibn Sofi bu qo'shinni mag'lub qilib, qo'mondonning qo'llarini vahshiylarcha kesib tashladi. Shuning bilan Tulun o'g'li uningga Ibn Husayn qo'mondonligida yana bir qo'shin avatdi. Bu qo'shin Ibn Sofini mag'lub qildi. Ibn Sofi g'arbiy qumluq tarafga qochib, shu yerda 4 yil yurdi. Ondan Hijriya 258 yili, miladiya 871 yili Ashmunaynga qaytib kelib, Asvandagi yana bir to'planchi Abdurahmon Amir bilan to'qnashib mag'lub bo'ldi. Keyin u amrahlar bilan chiqisholmay Bajja tarafga ketdi. Ondan u yerdan Qizil dengiz bo'yidagi Ayzat portidan o'tib Makkaga ketdi. Amri to'plama. Tulun o'g'li Ahmad Amrining harakatidan bayram bo'lib, uningga bir qo'shin avatdi, ammo u qo'shin mag'lub bo'ldi. Keyin Amri uningga o'zining 100 ming ashadan qo'shiniga ega ekanligini bildirgandan keyin Tulun o'g'li Ahmad Amri bilan yarashni loyiq ko'rdi. Keyincha Tulun o'g'li Ahmadning Ahmad o'g'lidan kelib, Amrini Muzar qabilasi bo'lgan ikki g'ulam o'ltirib o'tdi. Ondan Amrining kallasi Tulun o'g'li Ahmadning huzuriga elib kelindi. Barqa shahri to'planga. Hijriya 262 yili Barqa aholisi to'plan ko'tarib, Tulun o'g'li Ahmadning valisini qo'g'lab o'tdi. Tulun o'g'li Ahmad ularga qarshi Lu'lu qo'mondonligida bir qo'shin avatdi. Lu'lu dastlabki kamchilik siyosati qo'llangan bo'lsa-mu, aholilar uning bo'ysunmadi. Shuning bilan Lu'lu qattiq siyosat qilishga majbur bo'lib, shaharni qattiq muhosaraga oldi. Oxirida ular omonlik qilishga majbur bo'lib, shahar darvozasini ochib berdi. Lu'lu shaharga kirib to'planishlarni boshlamchilarini tutdi. Shaharga o'z mulozimlaridan birini vali qilgandan keyin Misrga qaytib ketdi. Tulun o'g'li Ahmadning o'g'li Abbosning to'plani. Hijriya 264 yili Sha'ban oyida Tulun o'g'li Ahmad Shamga mangdi. O'rniga o'g'li Abbosni qo'yib Ahmad ibn Muhammad Vasitini vazir tadbir chiqildi. Ammo yomon g'arazli kishilar Abbosni dadasiga isyon ko'tarishga kuch kiritdi. Abbos Vasitini tutib, dadasiga bo'lgan ishlarni o'tkazish uchun avatib, Barqa qaytib ketdi. Tulun o'g'li Ahmad Misrga qaytgan vaqtda o'g'lini tutib zindonga soldi. Abbos o'z qarindoshi Humaravi davrida zindonda o'ldi. Tulun o'g'li Ahmad va xalifa Mu'tamid. Gerçi Mu'tamid Allah xalifalikda o'ltirgan bo'lsa-mu, qo'lida amaliy huquq yo'q bo'lib, valiahd bo'lmish qarindoshi Muvaffaq ammo huquqni o'z shangiliga olib olgan edi. Muvaffaq o'z qarindoshi Mu'tamidni davlat ishlarini yiroq qilgan edi. U uning shunchalik yomonlik qilganki, hatto bir kuni xalifa Mu'tamidga 300 dinar kerak bo'lib qolib topolmagan edi. U bu to'g'ri mundoq degan: "Nomim 7 iqlimga taralgan, va lekin hech nimam yo'qdir. Pul mollar to'planadi menga, va lekin hech tasarrufim yo'qdir. Qolsa bu kunga mendek biri bundoq bir ajoyibot yo'qdir." Muvaffaq Tulun o'g'li Ahmad avatgan mol dunyolarni Abbosiylarga 15 yil tashib solgan zangi qo'zg'olonga Hijriya 205-yildan 270-yilgacha qabul qilishni ishlatgan edi. Bu sababli ularning orasida adovat kuchayib ketgan. Tulun o'g'li Ahmadning hokimiyati kuchayib, ta'sir doirasi kengaygandan keyin xalifa Mu'tamidni Misrga kelib, Misr xalifaligini tayanch qilishga chaqirdi. Bu vajin u xalifa Hijriya 268 yili, milodiya 882 yili xat yozib, xalifani himoya qilganligiga yordam berdi. Lekin xalifa faqat bir yildan keyin javob qaytarib, o'zining u tarafga ma'lumotini uqtirib adam etdi. Bu vaqtda Tulun o'g'li Ahmad Tarsusdagi Shabbat isyonini bostirish uchun Dimashq turib o'tdi. Biroq xalifa Tulun o'g'li Ahmadga ulasholmay, Muvaffaq tarafdan xalifalikning poytaxti Samarqandga qaytarildi. Shunday qilib, Muvaffaq xalifaning bu urinishini to'sib qoldi. Muvaffaq mushu ishni bahona qilib Tulun o'g'li Ahmadni Misr valiyligiga ilib tashladi. Ammo u kishilik va amaliy huquq egasi bo'lgan Tulun o'g'li Ahmad bu farmonni ijro qilmadi. Buning bilan bo'ldi qilmasdan Dimashqda qozilar, faqihlar, obro'li kishilarni yig'ib, qonunli xalifani tizginga ilib olganligi va musabbat qilganligi uchun Muvaffaqni valiylikdan ilib tashlaganligini zikrladi. Bu xususda Misr va Sham hokimliklariga maktub yo'ldirdi. Oxirida bular aql bilan ish ko'rishni a'lo bilib so'zlashdi. Tulun o'g'li Ahmadning o'z tavallikdagi qonuniy o'rni e'tirof qilindi. Tulun o'g'li Ahmadning madaniyatchilik to'pillari bu
To'lin o'g'li Ahmad bir iste'dodli davlat arbobi edi. Davlat ishlari va buning munosabatli bo'lgan turmushdagi har xil masalalarga intayin ko'ngil berdi. O'z zimmini kengaytirish g'oyasi uni xalqqa yaxshi turmush yaratish va islohot ilib berishni cheklab qo'ymadi. Shuning uchun uning islohot va takliflar orqali sohalarni o'z ichiga olgan edi. Qat'iy shahri Hijriy 256 yili, milodiy 870 yili To'lin o'g'li Ahmad istot bilan muqaddam Edirliqdagi Kabish qal'asi deb sanalgan Eshkur taqqa yangi bir shahar bino qildi. Bu shahar suyurg'al qilingan zamin degan ma'noda Qat'iy deb atalgan. Chunki bu yerda hamma toifa o'z oldiga yer kelgan edi. Masalan, Sudan zamini, Rum zamini, Falastin zamini deb atalgan yerlar bor edi. U nurg'un mahallalarni barpo qilib Qat'iy nihoyat obod qilib o'tdi. Masalan, tumanlar amalga silinib Qat'iy cho'ng'ir shaharga aylandi. To'lin o'g'li Ahmad Qat'iyda nihoyat cho'ng bir qasr solg'izib, uning oldin qo'shinlarini paradni o'tkazgan e'lon qildi. Andan qasr atrofda qo'shinning xizmat qilishini lagerlarni soldi. To'lin o'g'li Ahmad masjidi. To'lin o'g'li Ahmad Qat'iyda o'tabdiya cho'kinde salomlaydigan Misr kuyib kesimi yatiqar qo'lib kesimi saqlab qoldik bir masjidni sanzoqlatdi. Binakorlar uning arzusi bo'yicha masjidning hamma tarafini, hamma turaklarini pishqishdan qo'pirdi. Faqatla qibla to'riki mermer toshdan qo'pirildi. Bu qurilish 2 yildan keyin Hijriy 265 yili, milodiy 878-809 yilda tamomlandi. Bu masjid 4 shaklda bo'lib, o'rta qismi usti ochiq sayna qilingan. To'rt atrofini peshavarlik ayollar o'rab turib, bunga qo'shilib masjid sirtida 3 ayvon bor. Shifoxona Hijriy 259 yili, milodiy 878 yili To'lin o'g'li Ahmad kasallarni diniy va tabiiy qisiga qaramasdan davolash uchun Bemoristona nomli bir shifoxona qurdi. Yana bu shifoxonaga yondashib bir dorixona bino qildirdi. Bemor shifoxonaga kirganda ko'n kiyimlari soldirilib, yangi kiyim kiygizildi. Yanadagi pullari shifoxonaning kotibini saqlashga biletdi. Bemor bo'lsa shifoxonada kasallik qarg'ishda davolanadi. To'lin o'g'li Ahmad shifoxonani tekshirib turadi. Tiyiplarning davolanishini ko'rsatdi va bemorni yo'qlaydi. Suv yo'l yasash. To'lin o'g'li Ahmad Qat'iyning sharqiy janubga bir suv yo'li soldirdi. Suv Qat'iyga to'g'ri tarafdagi azgarlardan muloqlar orqali oqadigan bo'lib, bu quduqdan suv yo'liga chaqibliklar orqali yetkaziladi. Bu suv yo'li To'lin jamoasiga ishlatilgan pishqishdan sanalgan. Shuningdek, bu suv yo'lini jamoat qilgan minakar salgan deb qoladi. Bu suv yo'lining saqlanib qolgan qismi hozircha Qohiraning Basatin rayonida bor. 5. Tonur masjidi. To'lin o'g'li Ahmad Eshkur taqqa Tonur masjidi deb tanilgan yana bir masjid bino qildi. Tarixshunoslar Tonur masjidining Firavun Tonurining o'rnida ekanligini qayd qildi. Bu Tonurga o't yoqilsa, kishilar Firavunning kelganligini bilib, uning qilmoqchi bo'lgan ishini tayyorlaydi. Firavun ayni Shams tarafdan kelsa, shunday qilishadi. Aytilishicha, Firavun Tonuri mushu joyda mavjud bo'lgan bo'lib, To'lin o'g'li Ahmadning bir qo'mondoni bu Tonurni vayron qilib o'tgan. Tonurning ostida bayraq qo'yishi mumkin deb o'ylab, ko'lagan bo'lsa meshning tug'ilgan. To'lin o'g'li va Ahmad bu masjid yoniga bir munar solgan bo'lib, kechki kishilarga yo'l boshlash uchun bu munarga o't yoqiladi. Yezigilik. To'lin o'g'li Ahmad yezigilik taraqqiy qildirish va yezigilik ishlab chiqarishni oshirish uchun kuch chiqardi. Etliqlarni sug'urish uchun eri qo'sonlarni ramad qildirdi. Yangi eri qo'sonlarni chopqizdi, vayron bo'lgan tog'larni o'ngshidi, dehqonlarni ig'ir bojdan va bojgirlarning zo'mgarligidan qutuldirdi. Natijada bir tarafdan terg'oylarning ko'mashdi, yana bir tarafdan ziraatlarning ba'zilari to'nchakka tushdi. Hunarvanchilik. To'lin o'g'li Ahmad davrida hunarvanchilik intayin rivoj topgan. Shu vaqtda Misrning to'qimchilik va hunarvanchilik sohasida eng oldingi qatorda, masalan, kanop raqtlar nihoyat bozorliq bo'lib, har xil kanop raqtlar to'g'ri Misr Tunis, Dimyat, Tabiq, Damir va boshqalarda ustunki Misrdagi Qayyum, Bahnisa, Iqay va boshqalarda to'qiladi. Undan boshqa Misrning yo'ng to'qilmalari nihoyat qozongan. Misr yana Iskandariyada to'qilgan oltindan elde berilgan alasi va tikillik raqtlar bilan mashhur bo'lgan. Ravza o'lchigishni hurmat qilish. To'lin o'g'li Ahmad Ravzadan keyin Nil daryosi o'lchigishni hurmat qildirdi. U o'lchigishni Hijriy 96 yili, milodiy 75 yili Misr valisi Usama ibn Zayd Tanuxiy Nil daryosi suyining tekshirlikini o'lchash uchun ruxsat qilgandi. Keyin bu o'lchik Abbosli xalifasi Ma'mun davrida Hijriy 199 yili, milodiy 819 yili yangilangan. Ana xalifa Mutawakkil davrida Hijriy 247 yili, milodiy 861 yili Farg'onalik me'mor Ahmad ibn Muhammad Asibning rasmchiligida qaysida yasalgan. To'lin o'g'li Ahmad uni yangi boshdan hurmat qildirgan. Bu o'lchik Ravza oraliqda hozircha mavjud. Ravza qo'rg'on. To'lin o'g'li Ahmadning muvaffaqning adolat kuchib, muvaffaq To'lin o'g'li Ahmadni Misrdan uzoqlashtirish uchun
Köp qatim bo'lgandan keyin Tulunoğlu Ahmet o'ziga istikam qilish uchun Ravza arli bir puxta qo'rg'on bino qilgan. Tulunoğlu Ahmetning vafoti uning ta'riflari. Tulunoğlu Ahmet bilan muvaffaqiyat so'zilgandan keyin Tulunoğlu Ahmet tarixda ko'rilgan insonni tinchish uchun yurish qildi. U yerga yetib borganda qishib ketgan bo'lib qarayroq boshlandi. U buning qaramasdan tarixning sepillariga manchaniqlarni tikildi. Ammo uningga kasal tegib muasirni almashtirolmadi. Jumla Misrga qarshi tarafdor qildi va 270-yili Zulqa'daning 10-kuni milodiya 883-yili 10-mayda vafot bo'ldi. Ibnul Asir Tulunoğlu Ahmet tarixida bunday degan: U aql va qat'iy kishi edi. Emru ma'ruf va tadbiqni ko'p qiladi. Diyonatlik bo'lib qolganlarni va dindor kishilarni yaqin ko'radi. Ko'plagan yashiqlarni va musulmonlarga munfil kishilarni qilgan. Manba Islam Story To'g'ri. Tarjimada Ilyarov. Ümmet sharhillari. Ahli sunna vel jamoa imomi Abu Mansur Maturidi. İslam dini o'zining parlaq nuri va to'g'ri yo'li bilan maydonga kelgan bo'lib, aqida temisini iniqsiz tutuqaldi qo'yib qo'ygan emas. Balki ilgirki dinlarga qaraganda bu jihatga yuksak darajada ko'ngil bo'lgan. Chunki aqida ulug'var jamiyat, ulgulik madaniyat va go'zal axloq fazilatlarining asosi edi. Janobi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va uning o'zi bir qo'lliq yetishtirib chiqqan sahobalarining davrida islom aqidalari har qanday aralashmadan pok va suzuk edi. Ahvol shundoq davomlashib, keyingi davrlarga kelganda dinda fitnalar yuz berib, har xil qarashlar, bid'at va havo-havaslar paydo bo'ldi. Buning orqasida islom ummati boshqa ummatlarga o'xshash guruh firqalarga, toifalarga bo'lindi. Ularning hammasi o'zini ro'shan haqda to'g'ri yo'lda deb da'vo qilib, o'ziga qarshi fikrdagilarga gohida bid'atchi, fosiq deb to'nkaydirsa, yana gohida kofir deb to'nkaygizishdi. Odamni gangirtib qo'ydigan yeri texi ularning har biri to'g'ri kelsin yoki kelmasin, o'z qarashlariga Qur'on oyatlaridan yoki payg'ambarimizning hadislaridan dalil keltirishdi. Shu jihatdan to'g'ri ilm izdigichilar, haqni qidirg'uvchilar ahli sunna vel jamoaning mo'tabar imomlariga murojaat qilish kerak ediki, ularning kitoblari, so'zlari va tutqay yo'llari orqali mazkur toifa firqalar orasidan haq tarafdorlarini topqili, yaxshisi bilan nachirini ayrig'ili bo'ladi. Ana shu ahli sunna vel jamoaning mo'tabar eng buyuk imomlaridan biri Imom Abu Mansur Maturididir. Ma'lumki, muhitning insonlarga cho'ng ta'siri bo'ladi. Insoniyat qatlamlari ichida muhitning ta'siriga olimlar bakrak uchrashi mumkin. Chunki ular insonlarning hayotiga ko'p bog'lanadi. Ularning ishlariga ko'p ko'ngil bo'ladi. Ularning masalalariga qiziqib, uni hal qilishga tirishadi. Shu vajdan Imom Maturidi yashagan davr bilan tanishib chiqishimiz zarur bo'ladi. Imom Maturidining davri. Imom Maturidi Hijriya 3-asrning oxiri, 4-asrning boshlarida turklarning vatani bo'lmish G'arbiy Turkistonning Samarqand shahrida yashagan. U chog'larda Samarqand va uning atrofi ojizlashib ketgan Abbosiylar xalifaligidan ayrilib mustaqil bo'lgan Samaniylar xonligining boshqarishi ostida edi. Asli sunnalardan hisoblanadigan Samaniylar xonadonligi ish izlari jihatdan ilm va ilm ahlini qadrlash jihatdan eng yaxshi xonadonlik bo'lib, Hijriya 261-yildan 389-yilgacha Xorason va Mavraun Nahr allariga hukmronlik qilgan. Ularning 5i Asad ibn Samandan tartib, undan keyingi 4 bolasigacha hammasi xalifa Ma'munning xizmatida va uning shu rayondagi hokimlari bo'lgan edi. Abu Mansur Maturidi mushu davlatning soyasida siyosiy jihatdan tinch, urush malamonchiligi va muqimsizlikdan xoli bir muhitda yashagan. Uning ustiga u yashagan muhit har xil yo'nalish va xilma-xil mazhablardan tashkil topgan mutafakkirlar va yangilik yaratqichlar bilan to'lgan bo'lib, u yerdan Imom Buxoriy va Imom Muslimdek katta ilm ahllari chiqqan edi. U yashagan jamiyatda nurg'un sonda Mu'tazilalar, Karamiyya, Qarmatiyya va Jahmiyya firqalari bor edi. Maturidi yana Mansur al-Lojidek so'palarning cho'ng bilan zamondosh bo'lgan. Maturidining shu davrdagi Mu'tazila firqasining cho'nglariga Karamiylar va Jahmiylarga bergan dalillar bor. Demak, bu uning muhitida shu xil qarashlarning mavjud ekanligi va targ'ibotini uqtirdi. Uning davridagi ilmiy holatga kelsak, ilmlar oldingi davrdagidan bakrak pishib yetilgan edi.
U davrning olimlari o'zlaridan ilgirki tarjimonlar tarjima qilgan falsafalarni qabul qilib, uni sharhlagan, chechilib ketgan nazariyalarni radlagan edi. Shunday qilib, ular ilm tarmoqlarining har birida o'zidan ilgirkilarga varis bo'lgan edi. Buning natijasida zo'r ilmiy gullanish barliqqa kelib, islom mamlakatining har qaysi taraflarida ilmiy markazlar ko'paygan edi. Shunga bu davrni islomiy ilmlarning oltin davri deyishga bo'ladi. İlmiy kalammu fiqhdan ayrılıb mustaqil bo'lishdan iborat eng cho'ng muhim bosqichni besib o'tgan edi. Tasavvuf ilmi shu davrdagi eng muhim va ko'p qozongan ilm bo'lib, shu zamonning eng katta diniy kuchlarini o'ziga qo'shgan edi. Shundaqla yana Qur'on va hadis tadqiqotiga yuzlanishmi kuchli edi. Bu yerda tilga olib o'tishga arziydigani shuki, u mezgillarda Hijriya 232-yili xalifa Mutawakkilning qo'lida Mu'tazila iqimi siyosiy kuchidan qolgan edi. Xalifa ahli sunnat tarafga o'tib, ularni qo'llab, ulardan xo'rliq va aziyatlarni bekor qilgan edi. Ma'lumki, har qanday bir zamonda ko'plagan dinlar, har xil e'tiqodlar va o'zini ochiq haq ustida deb da'vo qilgan bir-biriga qarshi firqalar bo'lgan. Bu hol Imom Maturidiyning davrida mavjud edi. U mazhablarning ba'zilari oshqulluq, ba'zisi salqarash xarakteriga ega edi. Ana shu omillarning turtkisida ahli sunnaning qarashlarini qo'g'daydigan Mu'tazilalar o'zining qarashlarini qo'llash uchun ishlatgan aql qurolini ishlatadigan uch cho'ng imomning zamondosh bo'lib qolishi tasodibiylik emas. Imom Ash'ariy islom xalifaligining poytaxti Bag'dodda Mu'tazila qarashlaridan yonganligi va ahli sunnaning qarashlarini yoqalaydiganligini zikrlab o'ttirg'a chiqqan. Sharqning Iroq tarafidagi Mavraun Nahr allarida Imom Maturidiy o'ttirg'a chiqib, ahli sunnaning e'tiqodlarini qo'g'digan, Maturidiy ahli sunnaning qarashlarini isbotlash uchun aqliy dalillarni tuzib, aqli orqali ahli sunnaga qarshi fikrlarning, firqalarning dalillarining botilligini isbotlagan. Misrda bo'lsa, Imom Abu Ja'far Tahaviy ahli sunna va jamoaning bayonnomasini ahli sunna qarashlarining g'alabasini e'lon qilgan. Maturidi va Ash'ari ahli sunna aqidasini aql orqali qo'g'dashni asos qilgan ilmiy kalamning asoschilari bo'lib hisoblanadi. Garchi ikkisi zamondosh bo'lsa-mu, ular o'rtasida aloqa borligi yoki bir-birlarining qarashlarini bildiganligi isbotlanmagan. Gerçi ular arasida nishon va nishonga yetish usuli qatorliqlarda o'rtoqlik bo'lsa-mu, Maturidiyning qo'llangan usuli va metodi Ash'ariyning usuliga ba'zi taraflarda o'xshamaydigan bo'lib, mushi taraflar uning yo'lini Ash'ariyning yo'lidan farqlantirib turadi. Imom Maturidiyning shaxsiy hayoti to'g'risida uning dadasining va buvisining ismidan boshqa narsani topolmaymiz. Ya'ni shunchalar zo'r olim imom haqida intayin bexillarcha ma'lumot berilgan. Vaholanki u ahli sunna va jamoaga yordam berishda Ash'ariyning oldida edi. Biz tarixchilarning va tarjimal kitoblarining Imom Ash'ariyning hayoti, xususiyatlari, hatto ko'rgan tushigacha bayon qilishga ko'ngil bo'lganligini ko'ramiz. Ammo to'limi afsus, ko'plagan tarixchilar Maturidiyga kelganda beparvolik qilgan. Shundaqla iqim va mazhablar tunishtirilgan kitoblarda tilga ilinmagan. Hatto Hanafi olimlarmi bu tarafga sal qaragan. Qadimki tarixchilarning uning e'tibor bermasligiga sabablari mundaq bo'lishi mumkin. Birinchi, Maturidiyning xalifalik poytaxti Bag'doddan yiroq bo'lishi. Bu muhim sabab bo'lishi mumkin. Shundaqla yana Maturidiy mazhabi olimlarining Mavraun Nahr rayonining sirtiga yetkazilmasligi. Ikkinchi, Maturidiy mazhabi dastlabki chog'larida Ash'ari mazhabiga o'xshash siyosiy kuchning qo'llashiga erishalmagan. Keyingi davrlarda Osmoniylarning kuchli qo'llashiga erishgan. Uchinchi, fiqhiy mazhablar aqidaviy qarashlarni tarqatishda cho'ng rol o'ynagan bo'lib, Ash'ari mazhabiga Maliki va Shafiylardan iborat ikki mazhab yordam bergan. Halbuki Maturidiy qarashlari Hanafi mazhabi olimlarining turtkisi tarqagan. To'rtinchi, Ash'arining Baqillani, Juvayni va G'azalidek agashkichilari xilofat mezgilida markazda turgan bo'lib, islom dunyosining har xil joylaridan nurg'un o'quvchilar kelib, ularga shogird bo'lgan edi. Ular yurtlariga qaytib, ashu qarashlarni tarqatgan edi. Halbuki Maturidiylardan bo'lgan Hanafi olimlarining undaq ko'p sonli shogirdlari bo'lmagan. 5. Hanafilar qatlam haqida kitob yozish kechikkan. Chunki bu vaqtda yozilgan tunji kitob Abdulqodir Qurayshiyning Al-Jawahirul Madiyya degan kitob bo'lib, u kishi Hijriya 775-yili vafot topgan. Imom Maturidiyning nom nasabi. Uning to'liq ismi Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur Maturidi Ansari Hanafi bo'lib, Maturidi Samarqanddagi bir qishloqning nomi. Qoida u Samarqandga nisbat berilib, Maturidi Samarqandi deyiladi. Ansari deyilishi Zabidi kitobida bayon qilgandek,
Uning nasabi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelganda, uningga o'z uyidan joy bergan ulug' sahoba Abu Ayyub Ansariy tutishdi. Imom San'onining Al-Ansab Nasablar nomli kitobida mushuni ta'kidlaydigan mazmunlar kelgan. Hanafi deyilishi uning fiqhdagi mazhabi Hanafi bo'lganligidan shunday atalgan. Ilmiy unvonlari İmam Maturidi köplagan ilmiy unvonlar bilan atalgan bo'lib, ulardan Imomul Huda, To'g'ri yo'l imomi, Nasirus Sunna, sunnatning yordamchisi, Qamil Bid'a, bid'atni qo'mirib tashlag'uchi, Muhiyyish Shari'a, shariatni tirildirguchi, Qudvatu Ahlus Sunna val Ihda, sunnat va hidoyat ahlining ulgusi, Rafi'u A'lamus Sunna val Jamoa, Ahli Sunna val Jamoaning bayroqlari, Imomul Mutakallimin, kalamshunoslarning imomi, Musahhihu aqaidul muslimin, musulmonlarning aqidalarini tuzuvchi qatorliqlarni sanab o'tamiz. Bu nomlar uning o'quvchilari va agashuvchilarining qalbidagi yuqori o'rnini ko'rsatib beradi. Tamimi mundoq degan, u tangtishlarini besib tushgan bo'lib, zamon uning bilan go'zallashgan edi. Uning asarlari har yoqqa tarqalib olqishga erishgan. Uning bilan maslakdosh bo'lsin yoki bo'lmasin, hammasi uning qadrining ustunligiga, o'rnining kattaligiga, pok nasabligiga ittifoqlashgan. U haqiqatan ilmga ergashgili, yo'riq nuri bilan to'g'ri yo'l topqili bo'ladigan mo'tabar olimlarning cho'nglaridan edi. Shu jihatdan u imomlarning nazarida Imomul Muhda deb tanilgan bo'lib, ilmiy kalamning namunasi edi. Tug'ilishi va vafoti. Tarixiy manbalar uning qachon tug'ilganligi va oilasi haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Lekin biz uning ustozlaridan ikki kishining vafot bo'lgan tarixini bilish orqali uning tug'ilgan vaqtini taxminan bila olamiz. U ikkisi bo'lsa, biri Muhammad ibn Muqatil al-Razi. Bu kishi Hijriya 284-yili, milodiya 862-yili vafot bo'lgan. Yana biri Nasr ibn Yahya Balxiy bo'lib, Hijriya 268-yili, milodiya 880-yili vafot topgan. Mana bu Imom Maturidining Hijriya 248-yili, milodiya 862-yildan burun ustozlardan ilm olalig'idek bir muddat tug'ilganligini Mana bu Imom Maturidining Hijriya 248-yili, milodiya 862-yildan burun ustozlardan ilm olalig'idek bir muddatda tug'ilganligini uqtirdi. Ma'lumki, ilm o'rganishni baldir boshlagandimi 10 yoshda boshlashi mumkin. Undaq bo'lganda u taxminan Hijriya 238-yili Abbasiylar xalifasi Mutawakkilning xalifaligi davrida tug'ilgan bo'ladi. Uning xalifalik vaqti Hijriya 232-yildan 247-yilgacha, milodiya 847-yildan 861-yilgacha bo'lgan. Tarixiy manbalar uning Hijriya 333-yili vafot bo'lganligi birlashgan. Ammo turk tarixchi Toshko'pril Sada yuqorqi yilnomini so'zgandan keyin uningdan boshqa yana 336-yili o'lgan deb rivoyat borligini tilga olgan. Imom Maturidi Qarxoniylarning ulug' Xaqoni Sulton Sutuq Bug'roxon bilan zamondosh bo'lib, ikkisining vafot bo'lgan yillari yaqin. Bug'roxonning vafot bo'lgan yillari Hijriya 344-yili, milodiya 955-yildir. Ümmet sarxillari. Imom Abu Mansur Maturidi. 2-qism. Ilmiy hayoti. Imom Maturidining tarixini qidirish orqali shuni deyish mumkinki, Imom Maturidi kichik chig'idan tartibla ilmiy so'rinlarga qaragan bo'lib, ahli sunna faqihlarining tunji kalamshunosi deb sanaladigan eng chong faqih Imom Abu Hanifaning fikrlari, ko'z qarashlari va aqidasini chong tutmangdigan, uning mazhabini o'zlarining mazhabi qiladigan shu davrning chong imomlarida o'qib faqih bo'lgan. Zabidi kitobida aytgandek, Maturidi Imom Abu Hanifa va uning shogirdlarining mazhabini tafsili bayon qilguvchi, ahli sunnaning mazhabini Ash'ariydan burun o'ttirib qo'yguvchi deb sanaladi. Ustozlari Imom Maturidi har xil ilmlarda nomi chiqqan katta olimlardan ilm olgan. Uning ustozlari Imom Azam Abu Hanifa Nu'man ibn Sabitning shogirdlarining shogirdlari bo'lganlardir. Ular tavandikicha: 1. Abu Nasr Ahmad ibn Abbas al-Iyazi, Samarqandda yashagan faqih kishidir. Bu kishi Turk diyorida kafirlar tarafidan shahid qilingan bo'lib, ilmining yuqorligi, parhezkorligi, chidamchanligi va jasurligi jihatdan yurtda hech kim uningga tengdosh bo'la olmaydi. Bu kishi Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad ibn Hasan Shaybanining shogirdi Abu Sulaymon Juznanining fiqh o'rgangan. 2.
Abu Bakri Ahmad ibn Ishaq Jurjani. Bu kishi aqida ilmi bilan fiqh ilmini o'zi birlashtirgan va turli ilmlarda yuqori pallaga yetgan. Uning Abu Mansur Maturididan hadis rivoyat qilgan. Uning Al-Firq va Tamyiz, At-Tawba qatorliq kitoblari bor. Bu zot Abu Sulaymon Juznanidan. Abu Sulaymon Juznani bo'lsa Imom Abu Hanifaning shogirdlari Muhammad ibn Hasan Shaybani bilan Imom Abu Yusufdan fiqh o'rgangan. 3. Muhammad ibn Qatil al-Razi. Bu zot Rayning qozisi bo'lgan. Muhammad ibn Hasan Shaybanining shogirdlaridandir. Zabi u vaqtda mundoq degan. U Vakidin va Vakining qatlimidan hadis rivoyat qilgan. 4. Nasr ibn Yahya Balxi. Nasir al-Balxi mu deyiladi. Muhammad ibn Hasan Shaybanining shogirdi Abu Sulaymon Jurjanining qo'lida faqih bo'lgan. Uningdan Abu Itab Balxi hadis rivoyat qilgan bo'lib, Hijriya 268-yili vafot bo'lgan. Shogirdlari Imom Maturidining nurg'unlagan shogirdlari bo'lgan. Ulardan birinchi Hakim Ishaq ibn Muhammad Samarqandi. Bu kishi Samarqandning qozisi bo'lgan. U o'zining ish izlari bilan kishilarning ko'p maqsador bo'lgan bo'lib, hikmat va nasihatlarining ko'pligidan hakim deb atalgan. 342-yili Ashura kuni Samarqandda o'lgan va Chokardiza qabilasiga dafn qilingan. As-Sawadul A'zam al-Iman degan kitoblari bor. 2. Abdul Hakim ibn Musa Bazdavi. Bu kishi Imom Maturidida o'qib faqih bo'lgan. Hadis anglagan va hadis rivoyat qilgan bo'lib, usul fiqh haqida yozilgan Kunzul Usul ila Ilmul Usul nomli kitobining avtori Fakhrul Islom Bazdavining buvisidir. Hijriya 390-yili Ramazonda vafot bo'lgan. 3. Abul Lays Samarqandi. To'liq ismi Nasr ibn Muhammad ibn Ahmad bo'lib, Samarqandlik Hanafi faqihidir. O'z davrida Imomul Huda to'g'ri yo'l imomi deb atalgan. Faqih Abu Ja'far Hindavonida faqih o'rgangan. Sam'ani u vaqtda mundoq degan. Abul Lays Abu Hanifa rahimahullohning faqih agashkichilaridan biri bo'lib, bas munozir bilan mashhur bo'lgan. Yaqut Amavi mundoq degan. Abul Lays munozirga usta Hanafi faqihlardan edi. U foydasiz degan da'tilashlardan o'zini yiroq tutdi. Masalan, Qur'on yaratılg'uchidir degan masalada mundoq degan. Qur'on yaratılg'uchidir yoki yaratılg'uchi emas deb o'ltirmay, bundoq masalada da'tilash qilmagan tuzuk. Chunki u vaqtda munozirlashish qiyin. Shunga dunyo va oxiratga uchun sukut qilishing yaxshiroq. Abul Lays cho'ng imomlardan bo'lib, Al-Aqval al-Mufida va Tasani fil Mashhura nomli kitobining sohibi. Uning tafsir haqida Tafsirul Qur'on 4 tom, fiqh haqida An-Nawazil, Khazanatul Fiqh, Tanbihil Ghafilin, Bustanul Arifin, Uyunul Masail, Ta'sisul Nazair, Muqaddimatus Salah, Al-Fatawa, Taqa'il Akhbar fi Zikrul Janna wan Nar qatorliq kitoblari bor. Hijriya 373-yili Jumaadul Oxir ayining 11-kuni seshanba kechda vafot topgan. Zabi uning vafot bo'lgan yilini Hijriya 375-yili deb ko'rsatgan. Nazar soladigan bo'lsak, Maturidining ko'pincha shogirdlari va agashchilari fiqh tarafga ko'proq cho'nqurlagan bo'lib, kalomi taraf o'xshash ko'ngil bo'lishga erisholmagan. Ular ustozining qarashlarini cho'nqur qazmagan bo'lib, ustozining yozib qo'yganlari bilan kifoyalangan. Ularning aqida jihatdagi tirishchiliklari nuqul qisqagina izohlar yoki yakki masalalar bo'lgan. Buningdagi sabablardan biri shu chog'larda Turkistonning sharq va g'arblardan nurg'un xalqlar turkumlab islomga kirishga boshlagan bo'lib, Maturidining shogirdlari islom da'vat harakatlari bilan mashg'ul bo'lgan bo'lishi mumkin. Imom Abu Hanifa bilan Imom Maturidi o'rtasidagi aloqa. Yuqorida deb o'tganimizdek, Maturidi Abu Hanifaning yo'nalishi bo'yicha Hanafi mazhabining cho'ng olimlarida tarbiyalanib chiqqan va Abu Hanifaning fiqh qarashlariga ergashgan. Abu Hanifaning kalomiy qarashlari bor edi. Imom Bayzai degan Maturidi bir mazhabning ijodchisi emas, balki Abu Hanifa va uning shogirdlarining mazhabi konsepti bayon qiluvchimi? Rivoyat qilinishicha, Abu Hanifa ilm o'qishni boshlaganda ilmiy kalom haqida izlangan va barmoq bilan sanab olgudek darajada yuqori chekka yetgan, ham u vaqtda munozara qilgan.
Bir zaman shu ish bilan shug'ullanib, munoziralash uchun Basraga kirgan. Chunki u yerda ko'p firqalar bor edi. Ondan shu firqalar bilan bas munozir qilgan. Ilmiy kalam dinning asoslarini tadqiq qilgan bo'lg'achqa, Abu Hanifa bu ilmni hamma ilmni ortiq ko'rgan. Keyin uni tashlab fiqh ilmiga berilib ketgan. Abu Hanifa ilmiy kalam to'g'risida ba'zi risolalarni qoldirgan bo'lib, ular Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Absat, Al-Alim val Mutaallim, Ar-Risala ila Osmanin Bitti, Al-Vasiyya qatorliq bu kitoblarni tekshirib ko'rganda, uningda Abu Hanifaning ilmiy kalam haqidagi so'zlari bek oz bo'lib, sunniy ilmiy kalam, ya'ni ahli sunnaning aqidalarini aqliy dalillar bilan isbotlashni asos qilgan ilmni qurib chiqishga yetmaydi. Balki bu uning ilmiy kalamni tunji bo'lib qurib chiqishga urinishi bo'lib hisoblanadi. Karramiyya va Batiniyaga o'xshash firqalar Abu Hanifadan keyin paydo bo'lgan bo'lib, ularga radiyalarni Maturidi bergan. Ilmiy kalamdagi ko'plagan tadqiqotlar Abu Hanifaning davrida yo'q bo'lib, uning davrida ilmiy kalam to'liqlanmagan. Buning hammasi Maturidining Abu Hanifaning yo'lini nuqul shariyligicha va bayon qiluvchi emasligini, balki uning mustaqil bir metod va o'ziga xos bir mazhab yaratganligini ko'rsatadi. Hanafi mazhabining fiqhiy tarafi Abu Hanifaga oid bo'lsa, kalomiy taraf Maturidiga oiddir. Bu hol Abu Hanifa bilan Maturidi o'rtasidagi munosabatning ahamiyatini to'g'irlatib o'tmaydi. Chunki u ikkisi o'rtasidagi munosabat kuchlidir. Maturidi Abu Hanifaning qarashlarini hammadan bekrak bilgan va cho'nqurlagan kishi bo'lib, hatto Abul Ma'in Nasafi Abu Hanifadan naql qilingan rivoyatlarda uni hujjat qilgan. Albatta, Maturidi Abu Hanifaning qarshi fikrdagilarga bergan ba'zi radiyalardan foydalangan. Xulos kalam, Abu Hanifaning ahli sunnaning e'tiqodi bo'yicha bir kalomiy mazhab qurishga tunji qatim urinib ko'rish to'kis bor bo'lsa, Maturidining ahli sunna e'tiqodini ifodalash uchun paket va hujjatlar bilan kuchaygan mukammal bir mazhab qurib chiqish to'kisi bor. Bilim sapasi. Biz Maturidining bilim sapasini u hosil qilgan turli ilmlari va yozgan kitoblari orqali bila olishimiz mumkin. Maturidi Hanafi mazhabining katta olimlarida ta'lim olgan bo'lib, ulardan fiqh, usul va aqida ilmlarini o'rgangan. Ondan keyin ilmga ishkilab kirish, dars o'rgatish va kitob yozish xizmatlari bilan mashg'ul bo'lgan. Uning qoldirib ketgan kitoblari uning bilim sapasining naqadar yuksakligi va o'z zamonisidagi har xil bilimlarni naqadar pishiq biladiganligi, uning shariat bilimlari bilan hikmatni o'zida mujassamlaganligini ko'rsatib berdi. Tavhid nomli kitobi Maturidi qozongan keng doiralik aqliy bilimga dalolat qiladi. Uning keng bilimi o'z e'tiqodining to'g'riligiga dalillarni akilish, raqiblarning hujjatlarini aql quroli bilan bichit qilishlarda ochiq gavlangan. Shuningdek, bu kitob Maturidining mayli islomga mansub firqalar bo'lsin yoki islomdan tashqari firqalar bo'lsin, ahli sunna e'tiqodiga qarshi butun firqalarning qarashlarini bildirganligini uqtiradi. Uning mushularning hammasiga qarata radiyalari bor bo'lib, mana bu uning ma'rifatining kengri fikrining cho'nqur, munozirada va raqiblarning og'zini to'qlashda nihoyat usta ekanligiga ishorat qiladi. Bu xil talant aqliy bilimlarda va aqliy bilimlarning uslublarini bilish va ishlatish jihatda yuqori martabaga yetganlardan bo'lak kishilarda oson topilmaydi. Maturidining keng bilim sohasi uning Ta'vilat ahli sunna nomli kitobida ro'shan aks etgan. Bu kitob uning din bilimlari, til bilimlari, aql bilimlaridagi sohasini ko'rsatib beradi. Chunki bu xil xizmatni ustiga olgan kishining zo'r ilmiy istibdodi bor bo'lishi kerak. Hamda shu ilmlarning turli tarmoqlarini hosil qilgan bo'lishi kerak. Tarixchilar aytgandek, Maturidining ta'vil haqidagi bu asarga bu fandagi hech bir asar tangdosh bo'lolmaydi. Ummat sarxillari. Ahli sunna vel jamoa imami Abu Mansur Maturidi. 3-qism. Gapning mag'zi shuki, Maturidi diniy va aqliy bilimlarda yuqori shon-sharaf qozongan bo'lib, Abul Ma'in Nasafi vaqti mundoq degan. Uningda cho'g'langan turli diniy va aqliy ilmlar odatda ilm tahsil qilib tan qozonganlarning ko'pida hargizmi cho'g'lanmaydi. Asarlari.
İmam Maturidi xilma-xil islom bilimlari haqida nurg'un asarlarni yozgan. Lekin to'limi afsus, islom kitobxonalari zamonning o'tishi bilan ularning ko'pinchasidan ayrilib qolgan, bizga faqat nihoyat ozlari yetib keladigan. Tafsir haqidagi kitoblari. Uning tafsir haqida saqlanib qolgan bir kitobi bor. U bo'lsa-mu Ta'vilatul Qur'ondir. Uningdan burun mushbanda yozilgan kitoblarning hech qaysisi uningga teng kelmaydi. Balki yaqinma yo'l olmaydi. Bu kitap ko'p nashriyatlar tarafidan Tafsirul Qur'onil Azim, Al-Musamma Ta'vilat Ahlus Sunna va Tafsirul Qur'onil Azim, Tafsirul Maturidi nomlarida bir necha tomliq qilib bitilgan. Ilmiy kalam haqidagi kitoblari. Birinchi, Kitabut Tavhid. Bu kitob iborasi o'ng'ay bo'lib, uning Maturidiga tavalliki aniqdir. Maturidi uningda ilohiyat va payg'ambarlik to'g'risida ko'plagan kalomiy masalalarni so'zlagan va mu'tazilalardan bo'lgan Ka'bi bilan ko'p munozara qilgan. Bu vaqtdagi bosh kitoblari bo'lsa, Bayan Vahmul Mu'tazila, Raddul Usulul Khamsa li Abil Bahili, Raddul Imama li Ba'zil Rawafiz, Raddu Awail al-Adilla lil Ka'bi, Raddu Tahsib al-Jidal lil Ka'bi, Raddu الرد على القرامطة، الرد على فروع القرامطة، رد وعيد الفساق، كتاب المقالات، الرد في أصول الدين قتلقلر. Onun fıkhi ve usul fıkhi hakkında kitapları. Kitabul Cedel, Ma Akhaza Şerai'a, Kitab-ı Usul fıkhi qatlıqlar. İmam Maturidi'ye nisbat berilgan kitaplar. Birinci, Kitab-ı Şerhul Fiqhul Akbar nashr qilingan. İkinci, Aqidatul Maturidiyya. Maturidining birer kitabini bu ism bilan yozgan bo'lishi ehtimoli yiroq. Shafiy aqidasi, Imam Ahmad aqidasi to'g'risida birer kitob bo'lgandek, Maturididan keyin uning aqidasi to'g'risida birer kitob yozilib, uning mansub qilingan bo'lishi ehtimolga yaqin. Maturidi metodining aloyiligi. İslamның o'ttira-xillik yo'lini tutib mangan muhtaram olimlardan Shayx Abul Hasan Nadavi Imam Maturidining metodini mundaq sifatlagan. Maturidi aqli o'tkir, fikri cho'nqur va dono kishi edi. Ash'ari har doim mu'tazilalar bilan qarashilishish, uzun munozaralashishda o'tgan bo'lib, uning tadqiqotlari va fikrlariga go'ida oshxo'rlikdan xoli emas bo'lgan narsalar kirib qolgan edi. Uningdan keyingi Ash'ariylar ishni taxim yo'g'initib, uningga bir qism narsalarni qo'shib qo'ygan edi. Abu Mansur Maturidi o'ttirg'i chiqib, isbotlash ham dalil turqish ta's bo'lgan ortiqcha zo'riqish va ortiqcha ta'vilga ehtiyojli bo'lgan bu narsalarni yuyib tashlagan. Ilmiy kalomga tuzitish va tozalash ilib berib, natijada ilmiy kalom texmibak o'ttirhol va ravri solga kelgan. Shayx Abul Hasan Nadavining Rijalul Fikr va Da'va fil Islam nomli kitobi 197-bet. Biz tövəndə Maturidi metodining aloyitlarini sinab o'tamiz. Birinchi, aql bilan naql orasida o'ttirhol bo'lish. Maturidi metodining eng chong aloyiligi aql bilan naql orasida o'ttirhol yo'l tutish bo'lib, Maturidi naqlining tüydülü turilishni yoki aql jihatdan chekdan oshiritishni xatolik deb qaraydi. Adil pozitsiya ikkisining o'ttirisida turish deb hisoblaydi. Bu o'ttirhollik pozitsiyasiga Allohning biz sizlarni o'ttirhol ummat qildik degan so'zini dalil qiladi. Baqara surasi 143-oyat. Uningdagi bu o'ttirhollikning dindan ikki tayanchi bor. Biri islom dinining o'ttirhollik ruhi bo'lib, islom ta'limotlari har ishda o'ttirhollikni lozim tutishda undaydi. Yana biri o'ttirhollik ruhi islomning har xil sohalaridagi butkul iddisida hukm surgan ta'birdir. Bu vaqtda Imam Muhammad Abu Zahra mundaq deydi. Maturidi qarashlari bilan Ash'ari qarashlarini inchika va chunqur tadqiq qilganimizda ikki imomning tafakkuri va tafakkur yakunida bir farq borligini ko'ramiz. Shaksizki, har ikkilisi Qur'on o'z ichiga olgan aqidalarni aql va logikalik faktlar bilan isbotlashga uringan. Her ikkilisi Qur'onning aqidalariga bog'langan, lekin ularning biri yana biriga qaraganda aqlga ko'proq huquq bergan. Masalan, Ash'ariylar Allohni tunish shariat bilan vojib deb qarasa, Maturidi Abu Hanifaning yo'liga ergishib turib, Allohni tunishning vojibligimi aql bilan bilinadi, ya'ni Allohni tunish aql bilan vojib deb qaraydi. Ash'ariylar shariat sohibidan buyruq kelmaydi, shay'ilarning aql bilalaydigan asli go'zalligi bor deb qaramaydi.
Maturidiylar Şiilerning aqlmi bilalaydigan asli go'zalligi bor deb qaraydi. Ko'plagan ixtilofni mushu yo'sinda uchirtimiz. Shu jihatdan shundoq yakun chiqaramizki, Maturidiylarning metodida hech qanday chetdan oshirib o'tmasdan, kammi qilmasdan aqlga cho'ng huquq berilgan. Ash'ariylarning naqlga bog'lanib, naqlni bekor kuchaytgan. Bularni tadqiq qilgan kishi Ash'ariylar, Mu'tazilalar bilan ahli fiqh va ahli hadisning o'ttirisida, Maturidiylar, Mu'tazilalar bilan Ash'ariylar o'ttirisida deb yakun chiqarg'ili tas qoladi. Hammasining ahli iymon qatoridan ekanligida musulmonlarning orasida hech bir ixtilof yo'q. Bu 4 islomiy firqa agar 4 bo'laklik bir maydonda turdi desak, Mu'tazilalar maydonning bir tarafida, ahli hadis yana bir tarafida turgan. Mu'tazilalarga yaqinroq bo'lakda Maturidiylar turgan. Muhaddislarga yaqinroq 4-bo'lakda Ash'ariylar turgan. Maturidi shariatning tekstlari Qur'on va hadis bilan birga aqlga tayinadi. Aqli tafakkurni vojib deb qaraydi. Buningga faqih va muhaddislar qarshi fikr turgan bo'lib, ular aqlning teyilib ezib ketishidan ansirganlikdan naqlga tayinishni, haqni faqat naqldan izlashni vojib deb qaraydi. Maturidi tavhid kitobida mundaq degan: "Mana bu shaytonning o'ylari va vasvasasidir. Aqlni inkor qiluvchilarning aqldan boshqa hech bir dalili yo'q. Bu ularni aqlning zo'rligiga qistaydi. Ular qandoqmi aqlni inkor qila olasin? Halbuki Alloh taolo bandalarini aqlni ishlatishga chaqirgan. Ularni tafakkur qilishga, o'ylanishga buyurgan. Ularni vaznasat elishga va ibrat elishga undigan tursa, mana bu aql va tafakkurning ilmining manbalaridan biri ekanligiga dalil. Biz uning aql ilmini hosil qilishdagi ixtilofning tochkasini bayon qilganligini ko'ramiz. Aqida ilmning faqat naqldan iborat bir manbasi bormi? Yoki naqldan boshqa aqldan iborat yana bir manbasi bormi? Biz uning naqlmi manba, aqlmi manba deb tushuntirganligini ko'ramiz. Maturidi aqlning ilm manbalaridan biri ekanligiga aqlning ezib ketish xavfi borligiga qo'shilgan bo'lsa-mu, uning xatolashib qolishdan qo'rqishi uni muhaddis va faqihlardek aql va tafakkurdan cheklashga olib bormagan, balki uni ehtiyotchan bo'lishga, aql bilan birga naqlga tayinish orqali xatolikdan saqlanishga olib borgan. Maturidi mundaq deydi: kimki buni, ya'ni aql ishida naqlga tayangan asosda ehtiyotchan bo'lishni inkor qilsa, aqldan yepiq narsalarning mohiyatini bilishni istasa, payg'ambarning hech bir ko'rsatmasi yo'q holda o'zining cheklik va kamtik aqli bilan xudolikning jami hikmatlarini egallashni maqsad qilsa, aqlga zulm qilgan bo'ladi. Aqlga ko'tarilmaydigan narsani ortib qo'ygan bo'ladi. Bu gapning natijasi shuki, Maturidi shariatga xilof bo'lmagan ishlarda aqlning hukmini tutadi. Agar shariatga xilof bo'lsa, albatta shariatning hukmiga bo'ysunadi. İmam Muhammed Abu Zahraning Tarixul Mazahibil İslamiyya nomli kitobi 185-86 betlar. Ensiklopediyalik tekshirib bekituvchi olim bo'lish sifati bilan betaraf maydonda turib baho bergan Imom Muhammad Abu Zahraning yuqorqi bayonlaridan shu chiqadiki, Maturidi muhaddis va faqihlardek aqlga hech qanday huquq bermay naqlni yetim qoldirganmi emas, Mu'tazilalardek aqlga cheklamsiz huquq berib ozganmi emas, Ash'ariylardek aqlga tor doirada yetarsiz huquq berganmi emas, balki aqlga ortiqmi emas, kammi emas, yetarli huquq bergan. Aqlni qondirgan va naqlni qondirgan. Ma'lumki, o'ttirhalliq pozitsiyasi boshqalar o'ylab olgandek nuqul ko'z qarashlarining o'ttirisini moslashtirish emas. O'ttirhalliq maydoni tas ish bo'lib, naqlning hukmlarini va aqlning hukmlarini to'liq bilishni, naqlning muqaddasligini, aqlning martabasini saqlashni, hech tarafga og'maslikni talab qiladi. Demak, Maturidi o'ttirhalliq maydonni ishga oshirishda aql bilan naql orasida o'ttirhal bo'lish yo'lida mangan Ash'ariydan bekrak utuqqa erishgan. Bu to'g'riliq Imom Muhammad Abu Zahra mundaq degan: "Shunlashqa do'stimiz marhum Muhammad Zohid Kavsariyning Ash'ariylar, Mu'tazilalar bilan muhaddislar o'rtasida, Maturidiylar, Mu'tazilalar bilan Ash'ariylar o'rtasida degan so'zi rost bo'lgan edi." Imom Muhammad Abu Zahraning Tarixul Mazahibil İslamiyya nomli kitobi 187 bet. 2. Fikr mustaqilligi.
Bu deganimiz biror mazhabga yoki muayyan bir qarashga ta'assublik qilmaslikni, balki haqiqatni izlash kerakligini, haqiqat bilan to'qinishib qolsa-mu ma'lum bir fikrga qarag'asi ergashib olmaslikni bildiradi. Bu xil alaylik ahli ilm atalgan xili ko'p kishilardan topmoq basi mushkul bir ishdir. Ammo Maturidi fikr mustaqilligiga va fikr erkinligiga ega zot bo'lib, uningda ta'assublik yoki oshqunlik ko'rilmagan. 3. Shay'iylarga umumiy nazar bilan qarash. Maturidining fikr iddisi shay'iylarga umumiy nuqtadan obyektiv qarash, ushshaq masalalarni prinsipal masalalarga bog'lash, shoxchi masalalarni yiltizga qaytarish alohidligiga ega bo'lgan. 4. Fikr bilan amalni bir-biriga bog'lash. Maturidining nazarida fikrlarimizning döv-döv 4. Fikir bilan amalni bir-biriga bog'lash. Maturidining nazarida fikrlarimizning döv-döv bo'lishi, fikrlarimizning zehindagi haslatning ko'p bo'lishi, tafakkur osmonda parvoz qilib ketishimiz muhim emas, balki muhimi fikrlarimiz bilan amaliyatimizni moslashtirib menib, fikrlarimizning amalimizga yetakchi bo'lishi va uni to'g'ri yo'lga silishidir. U ko'pincha pozitsiyalarda foydasiz parshpirat masalalarga kirishni rad qiladi. Ba'zi kalamshunoslar masalan Allohning sifatlari to'g'risida ishkillab kirish, inchikilashga o'xshagan oyog'i chiqmas foydasiz tadqiqotlarni qilgan. Maturidi garchi buningdan bir butun ozod bo'lolmagan bo'lsa-mu, ammo kalamshunoslarning ichida bu xil masalalarga eng oz kirgan kishi hisoblanadi. Ummat sarxillari. Islom tarixidagi o'chmas onalar. Ayol kishi ona bo'lsin yoki bir hemşire bo'lsin, u jamiyatning birinchi yadrosidir. İşlarda erga yordam berish, bolalarning o'sib yetilishi va tarbiyalanishida ro'yi nihoyat cho'ngdir. Buning eng tipik misoli Xadija radhiyallohu anha bo'lsa kerak. Ulug'liq uning hamma taraflaridan tepiladigan bo'lg'achqa, u nihoyat buyuk bir ayol edi. U o'zining tijorat ishlariga ko'ngil bo'lish bilan birga, oilada bir mukammal ayol, bolalar uchun mukammal bir ona edi. Uning har bir qiziga go'zal xislatlarini ras qoldirganligini ko'ra olamiz. U payg'ambar alayhissalomning nimaga yaxshi o'ylanchi bo'lgani. Ko'pincha olimlar islom jamiyatining zich uyushib, islom dunyosi yo'liqqan kuchsiz tarixiy davrlarida tajovuzchilarning ustidan g'olib kelishidagi tub sababni islom aqidasi va islom diniga mahkam eslagan musulmon ayolga bog'laydi. U shundoq bir ayolki, bolasining dunyo o'g'illaridan emas, balki oxirat o'g'lonlaridan bo'lishini, bolasining islom uchun yaramli odam bo'lishini hammadan ortiq ko'rdi. Musulmon ayol bir qo'lida bolasining lushkini tavrasa, yana bir qo'lida bolasining bilikini kelgusiga tayyorlaydi-da, bolaning hayoti char paylarnikidek bo'lmaydi. Cho'ng da'vatchilarning ko'pinchisi onalarining yetishtirgan ko'chatlaridir. Biz ayol kishining rolini unutgan va uning parvosiz qolganimizda o'z aqidasi gumonni nazar bilan qaraydigan, diniy qiyofatdan asar yo'q bir turkum avlodlar maydonga keldi. Ularni bir marra g'arbning havo havaslari o'ziga tortsa, yana bir marra sharq xohishlari o'ziga tortmoqda. Tarixda Sehiy buloq kabi nurg'un ulgulik onalarimiz o'tgan bo'lib, ularning bolalari ular tikkan ko'chatlarning mevasidir. Agar ayollar yuqori so'zlangandek bo'lsa edi, albatta ayollar erlardan ustun bo'lgan bo'ladi degan kishi nima degan to'g'ri aytgan? Ey islom qizi, mana bu sening rolingdir. Bu yoqqa kel. Shoira Xansa Tumazir. Musulmonlarning qo'shinlari to'planib Qadisiyya jangi tayyorlik ko'rayotgan vaqtda Xansa 4 o'g'lini elib farislar bilan urush qilishga otlangan mujohidlar bilan birga otlangan edi. Xansa o'g'illarini minglagan chadorlarning ichidagi bir chadorga to'plab bunda vasiyat qildi. Ey bolalarim, sizlar o'z ixtiyorliklaringiz bilan musulmon bo'ldinglar va o'z ixtiyorliklaringiz bilan hijrat qildinglar. Uningdan boshqa hech bir iloh bo'lmagan Alloh bilan qasamki, sizlar bir ayolning bolalaridirsizlar. Men dadanglarga xiyonat qilmadim, tog'anglarni rasvo qilmadim, obro'yinglarni to'kmadim va nasabinglarni bulg'amadim. Sizlar Allohning kofirlarga qarshi turishda musulmonlarga tayyorlagan katta savobini bilasizlar. Bilib qo'yinglarki, boqiy olam fani olamdan yaxshidir. Alloh taolo bunday deydi: Ey mu'minlar, sabr qilinglar, dushmanlarga ziyoda chidamli bo'linglar, chegaralaringlarni saqlab jihodga tayyor turinglar, maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ali İmran suresi 200. ayet. Allah xalisa ete salamet tangat qılsanlar, Allah'ın savabını ümit qilib, Allah'ın düşmanlarga qarşı Allah'tan nusrat tilab düşmanlarga etilinglar.
Taң yorup, qo'shinlar tizilib, ikki taraf jangga tushgandan keyin Xansa bolalari va urushga qatnashganlarning xabarlarini topshirib olishga boshlaydi. Uningga bolalarning shahid bo'lganligi xabar yetkanda, u mundaq deydi: "Meni ularning o'limi bilan sharaflantirgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Men Parvardigorimdan meni ular bilan rahmat qarorgohida jam qilishni umid qilaman." İmam Sufyan Sevri'nin anası. Sufyan Sevri, Araplarning faqhi, muhaddisi va hadis sohasidagi müminlarning amiridir. Uning orqasida uning tarbiyalanishiga va nafaqasiga kepil bo'lgan soliha bir anasi bor edi. Sufyan Sevri ana shu anasining mevasidir. Sufyan Sevri mundaq deydi: "İlim o'rganishni iroda qilgan vaqtimda, ey Rabbim, menga turmush lozim bo'ladi. Men ilmning yo'qolib ketayotganligini his qilyapman. O'zimni ilm o'rganishga atadim dedim va Allohdan yetarli rizq so'radim. Natijada Alloh uningga kifoya bo'lib, onasini uningga hamiya qildi. Onasi uningga: "Ey balam, sen ilm o'qiyvergin. Men yip egirib seni boqaman" deydi. Onasi har zaman o'g'lini ilm o'rganishga qiziqtirib, nasihat qilib turardi. U bir qatim o'g'liga mundaq degan edi: "Ey balam, onu erib yazsang o'zingda taqvolik, ig'ir besiqlik va salmoqlikning ziyoda bo'lganligiga qara. Agar uni ko'rolmasang bilginki, u yozg'ining sana zarar yetkazadi, manfaat qilmaydi." Uning onasi mana shunday bo'lg'achqa, Sufyan ana shunday ketib chiqqan edi. İmam Malik ibn Anasning onasi. İbn Abu Uvays Malik ibn Anasning onasi to'g'riliq mundaq rivoyat qildi: "Men tog'am Malik ibn Anasning mundaq deganligini anglagan edim. Onam kichik vaqtimda kiyimimni kiygizib, sallamni o'rab qo'yatdi va meni Rabi'a ibn Abdurrahmonning qishga yo'lga solib mundaq deydi: "Ey balam, Rabi'aning ilm so'rinliq borgin. Uning hadisi va fiqhisini o'rganishdan burun, uning adab axloqi va fazilatlarini o'rgangin." İmam Shafii'ning onasi. İmam Shafii'ning dadasi o'lib ketgandan keyin, uning onasi ajr so'ndirib, o'g'li Muhammad ibn Idris Shafiini imom qilib yetishtirdi. Onasi uning G'azzadan Makkaga kelib boradi. Ondan Shafii Makkada 7 yosh vaqtida Qur'on Karim o'rganadi. Onasi uni arab tilini pishiq o'rganish uchun yezga qavatidi. Uningdan sirt yana uningga chavandozlik va o'qiya aytishni o'rgatadi. Shafii 100 dona o'q atsa bir sim xato ketmaydi. Onasi ishlarni sharoitga yo'lab qo'ymay, uni yaramli qilib tarbiyalagan edi. U 15 yoshga kirganda Imom Malik uning fatvo berishga ijozat bergan edi. Bu shuning uchunki, uning onasi aqlliq va dinda faqih ayol edi. Tarixchilarning bayon qilishicha, u bir ayol va bir er bilan qozining oldiga guvohlik berish uchun kelgan. Qozi ularning orasini ayirib o'tmoqchi bo'lganda, u "Yo'q, unda qilsangiz bo'lmaydi" deb Allohning buni oyatini tilovat qilgan. Agar ikki er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolati va dinatiga rozi bo'lgan kishilardan bir er, ikki ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Baqara surasi 282-oyat. Shuning bilan qozi uning gapi bo'yicha ish tutgan. İmam Shafii'ning onasi o'g'lini oldi turg'izib qo'yib, "Ey o'g'lim, rostchil bo'lish haqida menga ahd bergin" deganda, İmam Shafii rostchillikni yashash yo'li va maslak qildiganligiga ahd bergan edi. İmam Shafii o'zining o'sib ketilishi to'g'riliq so'zlab mundaq deydi: "Men bir yetim bola bo'lib, onamning tarbiyasida edim. Onamning muallimga bergidek hech narsa yo'q edi. Shuning bilan men ustozimning ig'ir-yeniq ishlarini qilib berganligim va u yo'q vaqtlarda kichik bolalarga qarab, uning ig'irini yenikletib berganligim uchun u mendan rozi bo'lgan edi. Men 7 yosh vaqtimda Qur'onni yodladim. 10 yosh chig'imda Muvattani yodladim. Qur'onni xatm qilgandan keyin masjidga kirdim. Masjidda ulamolar bilan hamsuhbat bo'latdim. Hadis yoki har xil masalalarni yodlaydim. Bizning uy if chilg'isida edi. Mening daftar sotolg'adakmi pulim yo'q edi. Shuning bilan ustixonlarni terib, ustixonga xat yozatdim. Hamda boshqalardan xat yozib, xat cheklarini so'rab, shuning teshiga xat yozatdim. Onamning qishga kelganimda, "Ey ona, men ilm uchun xor bo'lishni va muallimning adab-axloqini o'rganib keldim" deydim. İmam Ahmad ibn Hanbalning onasi. U bo'lsa Safiya binti Maymuna binti Abdulmalik bo'lib, Safiyaning eri Muhammad ibn Hanbal 30 yoshida yoshli o'lib ketgan edi. Shu chaqda Safiya taxi 30 yoshga kirmagan edi. U shundaqdimi yotliq bo'lishga rozi bo'lmay, bolasining hayotini mehr-muhabbat va sadoqat bilan to'ldirishni iroda qildi. Natijada u mu'minlar dunyosiga, dindor olamga ahli sunnatning imomi Imom Ahmad ibn Hanbalni taqdim qildi. Alloh uningga rahmat qilgay. İmam Buxoriyning onasi. İmam Buxoriy onasining tarbiyasida yetim oldi cho'ng bo'lgan. Onasi uning eng yaxshi tarbiyachisi edi.
Onunğa daim köngül bölüp ve dua kılıp duratdy. Şundakla oğlunu salih boluşqa ve ilim öğrenişke ündeydi. Anысы onu 16 yaşında özü bilen birge elip haj kılıç üçün Mekke'ye sefer kıldı. Hem de oğlunun Mekke ehlining tili bilen ilim öğreniş üçün kelgüside ustazını hadis sahasida Buxariyda üstün kişi yok digizgidek derecede hadis ehlining pişvası bolsun üçün onu Mekke'ye koyup ketdi. Şeyhul İslam Ahmed İbn Teymiyye'nin anısı. Allah bilan qasamki, men seni muşunun üçün terbiyeledim. Seni İslamның ve Müslümanlarның xizmetiga atıp etdim. Sana şeriat boyunca ta'lim berdim. Ey balam, mağa nisbeten mağa yakın turuşuңny diningga yakın turuşuңdan ve her xil şehirlerde İslam ve Müslümanlara xizmet kılıştın süýümlikmiki dep oýlap qalma. Ey balam, sen diningga ve Müslümanlara qancha xizmet kılsaň, men senden şunça razı bolaman. Ey balam, äte Allah Taalanyň aldyda men senin mende ýirak turganlygyň haqqy sorap hesap almayman. Çünki men senin qeýerde nime işler bilen bolganlygyny bilemen. Lekin ey Ahmet, eger sen Allah'ın dine hizmet kılışqa sal qaraydigan bolsaň, musulman qırındaşlaryňga hizmet kılışqa sal qaraydigan bolsaň, men senden çoqum Allah'ın aldyda hesap alaman. Bu xat İbn Teymiyye rahmetullah kişilerge din öğretiş için Mısır'da turup kalışını mühim dep qarap, anısının qaşıda bulalmay, Mısır'da turup qalgalyk özüre eýtip anısy xat yazganda, anısının onun yazgan jogap xatydyr. Onun anısy nem degen her kişidek ýürki bar ayala. Biz qalpleri qaraydigan bolsak, insan qalbynyň alijinap boluşy, insanga alijinaplykny, insan qalbynyň pes boluşy, insanga peslikni elip kildiganlygyny his qilamiz. Belki bu anynyň sözüni şu wagtynyň ýekini dep oýlap qalmaň. Belki o alijinap we pak qalpden etilip çykkan sözlerdir. Biz fakat muşu ahir kısmını tasavvur kıla alaymiz. Eger biz bu anynyň sözlerini oýlap gördigan bolsak, bir ayal üçün erkeklerçe sokulgan yürek bilen mertülüp köpünçe ayallar datlandıgan ıgırçılıklarga berdeşlik beriştinmi artık kemalat yok kelikini köreleyimiz. Hakikat qalbga urlaşkan çağda qalbga jüret, berqararlyk, şidançallyk we şijaat baxşydyr. Bu ana hakikat bulaklardan şerbet içip, onunğa sunmaz irade, gallaşmaz akıl, tutulmaz til, küçük qalb ve öçmez nur ata kılgandan keyin muşundaq imany öğrenmez fikir dawalgmas bolgan bols gerek. İmam İbn Hajar Asqalani'nin hemşirisi Sitto Rakib. O hat okuyalaydigan ve yazalaydigan acayip akıllık bir kız idi. İbn Hajar onu maqtab munaq degen. O anamdan keyinki anamdır. İbn Hajar hemşirisinin şeyhleri ve Mekke, Dimeşik, Ba'lebekke, Mısır qatarlıq joylardan algan icazatlarini tilga algan ve munaq degen. O hat yazışını öğrengen ve Kur'andan xeyli köp yadlagan idi. O köp kitap okuydy. Bu jihatda o tulum çewer idi. O maňa ýaxşy täsirlerini kaldırgan bolup, o meniň gamgyzarim we emrahim idi. Maňa köp ýaxşylyk kılatdy. İbn Hajar hemşire sohbat bolgandan keyin onuňga atap qasida okugan idi. Abdurrahman Nasir'ning anasy. Müminlerning emri Abdurrahman Nasir Endelusga wali bolgan wagtda Endalus fitneler bilen tawrawatgan, kanlar aqypatgan bir vilayet idi. O wali bolup uzun ötmey Endalusny muqimlik geliştirip hatirjan boldy. Ondan keyin öz koşununy başlap bir uruşda bir qorgany fatih kıldı. Şundan keyin Fransiýanyň işgirlep girip, hatda Şwitsariýaga çybardy. İtaliya taraflaryny özüge koşdy. Netijede olaryň hemmesi onuň el boldy we onuň aýatydan tysarap duratdy. Qurtuba emirlikiniň merkezi bolgandan keyin Abbasiler halifesi Qurtuba munbirlerinde tilganyşga başlady. Qurtubanyň kanunlary onuň namy bilen ýürgizildi. Netijede Qurtuba halifelikiniň paýtagtyga aýlanyp, Ýewropanyň padşah we hakallary Qurtubaga dawa sunulgan bolgan idi. Şundakla her millet alim pelasifleri Qurtuba institutuna kelip turdygan bolgan idi. Muş işleriniň hemmisinde onuň araqdyligi, onu terbiyelegen anasy idi. Abdurrahmanyň kiçik wagtynda tagasy dadasyny öldürýän bolup, o ýetim aldy çoň bolgan, onuň terbiyesiga anasy mesul bolgan idi. Sultan Muhammed Fatih'in anasy. Sultan Muhammed Fatih'in anasy onu kiçik çağda her bir bamdat wagtynda goludan tutup Konstantinopolnyň silplerini köz aparatdy we onuňa mundak diýdi. Ey Muhammed, sen Allah'nyň peýgamberi aýtgandak muşu silplerini fatih kılasan, senin ismiň Muhammeddir. Küçük Muhammed, ey ana, bu çoň şäherni kandak fatih kılaman degende anasy danalyk bilen mundak diýdi. Kur'an bilen, hukuk bilen, kural bilen, kişileriniň muhabbeti bilen. Men bu anynyň 4 işini tilgap gaýtyrgan dana we kysgyrny şu jogap aldyda köp oýlanyp galaman. Biz barlyk tyrşçylyklarymyzda köpünçe ma'lum bir terakki merkezleşip bilip kılganlary sal garaýmyz. Bediüz Zaman Nursi'nin anasy.
Yangi zamonda Anatoliyadagi islom islohotchisi deb sifatlanadigan Badiuzzamon Nursining bu so'zlariga qarang. U onasining o'z bolalarini tahoratsiz emitmaydiganligini tilga olgandan keyin bunday deydi. Alloh bilan qasamki, hali ham esimda. Men olgan eng pishiq dars bo'lsa, onamning o'gitlari va ma'naviy darslaridir. Bular qalbimning cho'nqur qatlamlariga o'rlashib ketgan bo'lib, men 80 ming odam dars olgan. 80 ming odamdan dars olgan bo'lsam-mu, 80 ga taqab qolgan umr musofasida onamning o'gitlari qon qayangga sig'ib ketgan edi. Men ishonch bilan shunday qaraymanki, qolgan boshqa darslar mushu asos ustida qurilgan. Manba Islam Story To'ri. Tarjimada Yulduz. Ummat sarxillari